beshdan keyingi ayollarimiz ko'pi shu holatga rozi. Boriga rozi yoki yengib bilish mikini ko'p. 3-4 million qarz yuribdi. 100 million оборот. Bittagina menga Bu adolatsizlik-ku. Bittagina menga tekin qilib bersinlar, iltimos so'rab ko'ring deyishadi-da. Iltimos so'rab ko'ring, bitta menga tekin qilib bersinlar, kurs nima ketdi? O'shani ichiga kirsa bemalol savdo qilish mumkin. Va u yo'nalishda hali to'lmagan. Juda ham ko'p. Men olib kelib sotsam, menda boshqa narsa bo'ladi. Da. Ayni o'sha narsa bo'lmaydi. Misol har oddiy misol mana o'zimni eski kasbimdan kelib chiqib aytaman. Siz o'zingizni oila a'zolaringizga shuni tavsiya qila olasizmi deyshadi-da. Meni o'zimni ham, onamni ham do'koni bor o'zimda, ukamni ham do'koni bor. O'sha tikishgan, tekinga o'qigan odam, ya'ni hech pulli kurs berishingizdan qat'iy nazar, o'sha narsa osmondan tushib qolgandan hech qachon natijaga chiqmaydi. Chunki unga joni kuydirib, pul to'lamagan. Ozgina-ozginadan bajarib turadigan bo'lsa, savdoyingiz 2x, 3x ga oshib boradi. Va meni tartibga o'rgatgan narsa shu o'zim bo'lganda, kirib nimadir qilishga majburman har kuni. Yaxshi ustoz qidiryapsizmi? Adashmang, shoshmang. Men sizga maqsadim kursni o'tkazish yoki sotish emas. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizda Uzum Marketda savdoni noldan boshlash haqida gaplashamiz. Ham bilim, ham mablag' tomonlama. Demak, o'rtoqlar, bugungi podkastimizda mega uzum kursimizni bitiruvchisi Mohira opa bo'ladilar va biz boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohira opa, keling, siz tanishmaydi, o'zingizni tanishtirasiz. Meni ismim Mohira. Patokizda 6-patok kursida o'qiganman. Kursga kirish tarixim ajoyib bo'lgan, ya'ni tavakkalga asoslanib bo'lgan. Ya'ni uyda o'tirib kursgacha ishlaganman. Juda ham ko'p ishladik, juda ham ko'p sohalarda o'zimni sinab ko'rganman. Nimalar qilgansiz? Voy, nima qilmagansiz deng. Aytib bering mana. Juda ko'p ish qilganman. Eng oxirgi qilgan ishim setovoy magazin, как makrolarga o'xshagan magazinda supervizor lavozimida ishlaganman. Eng oxirgi ishlagan joyim shu bo'lgan. Direktor yordamchisigacha bo'lganman. Undan oldin kafe ham qilganman o'zim, bufet ham yurg'izganman, somsaxona ham bo'lgan. O'zingiz ochganmisiz yo ishchi bo'lganmisiz? Ishchi ham bo'lganman, o'zim ham ochganman. O'zim menda odat noldan boshlash, ya'ni eng quyidan boshlash xarakterim bor. Qaysi sohaga kirsam ham noldan boshlashga harakat qilaman. O'sha sohani eng nolidan chiqib, eng yuqorisigacha chiqaman. Agar o'sha sohadan ko'nglim to'lsa, qolaman. Bo'lmasam almashtiraman. Almashtiraverasiz, qo'rqmaysiz? Yo'q. Noldan boshlashdan hech qachon qo'rqmaganman. Har doim yangi soha, nimaiki soha o'rganishimdan menga nima qiziqtirsa, o'sha narsani eng quyisidan boshlaganman. Demak, hamma ishlagan kasbingiz asosan menimcha ovqat bilan bog'liq ekan. Ovqat bilan bog'liq desa ham bo'ladi. Bolalikdan o'zi aslida bank sohasini bitirganman. Bank sohasida moliya yo'nalishini bitirganman, kollejda o'qiganman. Maktabdan o'zi oladigan bo'lsak, qiziquvchan qiz bo'lganman. Ya'ni biz paytda 9 yillik ta'lim bo'lgan. 9 yillik ta'limda 9 yil sinfkom bo'lganman. Ya'ni shu vazifani hech kimga bermaganman. Boshqaruv yoqadi. Odamlarning bir xarakteri bo'ladi, shu qobiliyat bilan boshqaruvchiga qobiliyatim, qiziqishim bo'lganligi uchun shunaqa tashkiliy ishlarni yaxshi ko'rganman. Maktabni bitirgandan keyin maktab paytimda o'zi mehnatga o'rganganmiz, ishlab kelganmiz, onamga yordam berib ishlardik. Onam kafeda ishlardilar, yordamchi bo'lib shu ishlarni o'rganib borganman. Keyinchalik shu kollejga kirish paytida pulga qiziqamcha, endi bank meni sohamda, endi oddiy ishlar bilan yurganim uchun bank meni uchun qanaqadir obro'li ish bo'lib tuyuldi. To'g'ri, chunki u paytda o'zi hammada fikr shu bankdagilar eng ko'p pul oladigan. Shunaqa fikr bo'lgan. Hozir ham shunaqa, agar oliyli ishlaydigan bo'lsa. Yo'q, bu fikrimni o'sha kollejni amaliyot paytida fikirdan kechganman. Amaliyotga chiqqanda yo voz kechganman. Oliyli ishlaydiganlarni oladigan bo'lsak, bankdagilar eng ko'p puldan olishadi. Mo'sh balkim o'sha paytda shu sohani ushlaganimda, hozir qaysidir karyeramni, qaysidir bosqichga chiqqan bo'lishim mumkin edi, lekin o'sha paytda men sirazi amaliyotda o'zida voz kechganman bu fikrdan. Amaliyotga chiqqanimda men oddiy to'g'ri yordamchi bo'lib ishlardim. U vaqtda ham ishga, ham kollejga borardim. O'sha vaqtda amaliyotda menga 50 ming oylik taklif qilishgan. 50 ming so'm. Kunlikmi bu? Yo, oylik yarim stavka 50 ming so'm. Bir necha yilda bo'layotgan narsa? Yo'q, uzr, adashib ketdim. Hozir 150 ming so'm. 150 ming so'm yarim stavka oylik. To'liq stavkada 300 ming oylik. Oyiga 300 ming. Men to'g'ri yordamchi bo'lib turib, bu pulni haftada topardim. Shuning uchun menga sirazi bu sohada ishlash, bu sohada kelajagimni ko'rmaganman. Demak, sizga murojaat bo'lgan kasbdan. Prosta diplom uchun o'qib borib kelganman, 3-kurs deyarli o'qimaganman hisob.
olganman diplomni. Chang bosayotibdi o'shandan beri. Keyinchi Ishlatilmadi. Kollej sohasini bitirgandan keyin shu povur yordamchilikdan shef povur bo'lib o'sha kafeda ishlaganman. Tajriba o'shandan. Ham yaxshi ko'rganim, o'zi asli hobbim edi. Hobbi kasbimga aylanib ketgan. daromad qiladigan sohangiz bor. Daromad qiladigan sohamga aylangan. Shu bilan turmushga chiqdim. Turmushga chiqqanimda ham bu kasbim menga yordam berdi. Uyda turib ishlardim. Bu oshxonada qizlarni yig'ib kichkina kurslar ham qilganman. Dars o'tgan. Dars o'tganman, ya'ni Kelinlikka tayyorgarlik bo'lardi. Paytda trendida. Trendida haqiqatan men bu narsani uyda qilganman. Bu ham nol. Ya'ni o'zimni kashf qilish, o'tirmaslik uchun. Endi doimiy mehnatda bo'lganligim uchun shu. Bu sohadan ketidan keyin ayrim oilaviy sabablarga ko'ra turmushim bo'lmadi. Shunga ham taslim bo'lmadim. Yana noldan boshladim. Oddiy kafeda, oddiy somsaxonaga ishga kirib, o'sha somsaxonani o'zim arendaga oldim. Bir haftada arendaga oldim. Oddiy ishchilikdan biznesgacha. Ha. Borganman, somsaxonaga ishga kirganman, oddiy sotuvchi, kassirlikka ishga kirib turib, bir haftada o'sha somsaxonani o'zimga arendaga olganman. 2 oy yurg'izdim. 2 oydan keyin savdo ko'tarilgandan keyin arendator bilan muammo bo'ldi. Ya'ni pul ko'paydi, savdo ko'tardi, arendator bilan muammo bo'ldi. Topshirib ketishga to'g'ri keldi. Topshirdim, sразу bufet oldim arendaga. Qo'rqmasdan bufet oldim, bufetda yurg'izdim. O'sha paytda ish yaxshi edi. Bir o'zim yugurardim, lekin jismoniy mehnat. Voqli turish kerak, bozorga borish kerak. Bozordan oziq-ovqat olib kelib turib, olib kelasiz, uni tayyorlab sotuvga chiqarasiz va kechgacha yurasiz. To'g'ri, puli yaxshi, lekin mehnat kuni bo'yi. Menimcha bu soha ko'proq o'zi erkak kishiga to'g'ri keladi. Endi yaxshi ko'rganim uchun o'zi bir ish boshlasam, ishni yaxshi ko'rganimdan qilaman. Keyin ketidan bufetni kafega aylantirdim. Sobrahimovda joy oldim, Pitakdan. O'tda yurg'izishni boshladim. O'tam o'tirib qolgan joy edi. Endi ko'tarilib gullagan paytda karantin kelib qoldi. Karantin bo'ldi, hamma sohalar yopildi. To'g'ri, biznes oldi. Biznes oldi, sohalar yopildi. Lekin onlayn bizneslar qoldi, bilasizmi? U paytda onlayn haqida o'ylab ham ko'rmaganman. Hayolimni bir chekkasiga. Hamma offlayn biznes qiladiganlar, o'zini blogi bo'lgan bo'lsa yoki onlaynga o'sha o't olgan bo'lsa, o'sha paytda umuman o'zgarib ketdi hamma narsa. Hayolim bir chekkasiga kelmagan onlayn biznes qilish o'sha paytda. Chunki men o'zim pulni mazasini tushunganim uchun, o'zim mehnat qilib topa olganim uchun, katta pul topishga o'rganganligim uchun onlayn haqida o'ylab ham ko'rmaganman. Chunki men o'zimdan misol, men ham o'quv markazida dars berganman-ku. O'quv markazida matematikadan dars berib turib, bizda ham yopilgan o'quv markaz, o'quv markazida onlayn dars o'tasizlar deb bizga talab qo'yishgan, ya'ni tekinga. Biz o'sha paytda darsda tayyorlaganmizda, lekin men o'sha tayyor darslarni sotishni ham boshlaganman. Ya'ni qo'shimcha bu yoqdan tekinga mayli, okey, bu yerdan pul ishlashni boshlaganman. O'sha paytda men onlaynga kirib kelganman-da o'zi. Dars o'tish, onlayn dars o'tish menda o'sha matematikani majburiy tarzda bizga qilishgandan boshlangan. Zo'r. Men hayolimga kelmagan. Endi o'sha paytda balkim birorta yo'nalish qidirganim bo'lgandir, lekin menda aniq kasbim bo'lganda, ya'ni qila olaman degani. Endi oshxona sohasidan chiqib ketishim nima bo'lgan? Karantin paytida koronavirus bo'ldim. Hid bilish qobiliyatim o'ldi. Ma'lum muddat, kimlargadir karantinda kasal bo'ldingiz. Kasal bo'ldim karantin paytida, hid bilmay qoldim, tam bilmay qoldim. Bu narsa uzoq davom etdi. Bu povur inson uchun, oshpaz inson uchun bir ko'r odamdek gap. Hid bilmasangiz, tam bilmasangiz, siz povurchilik kasbini unutishingiz kerak. Shundan keyin men boshqa ish qidirishni boshladim. Shundan keyin magazinga kirdim. Ya'ni offlayn savdoda o'zim sizlar, chunki menda odamlar bilan muloqot qilish bor, yaxshi ishlayman. Magazinga kirdim. Magazinda ham u paytda bir o'qish olgan edim, ya'ni bitta kurs olgandim. O'sha darsga borardim. Men soatda to'g'ri keladigan dars ish qidirdim. Shu boshida aytib o'tgan magazinimga borganimda uborchalik lavozimi bo'sh deyishdi. Uborcha lavozimi bo'sh deyishdi. Lekin menga yoqqan tarafi soati erkin edi. Qanaqa erkin masalan? Kelaman, 2 soatda ishingizni bitirasiz, ketasiz. Ya'ni qolgan vaqtida bo'shsiz, oylik olaverasiz. Men orada darsimga borib kelishga imkoniyat bor. Xuddi shunaqa ishdan ikkita qilib olganman. 2 soat boshqa joyda ishlardim, 2 soat boshqa joyda ishlardim. Orada o'qishim ham bo'lardi. Bu yoqga bolalar katta bo'lishyapti. Keyin ishlab turdim, o'sha 2 soat bo'ldi, o'qishim tugadi, orada men bekorman. 2 oy ichida o'qishim tugagan bo'lsa, o'sha magazinning o'zida bekorchilikdan o'sha boshqa ishlarga qiziqib qoldim. Ya'ni o'sha magazinning ichidagi sohani boshqa ishlariga, yuqoriroqdagi ishlariga qiziqdim. Kassaga o'tdim ishga. Kassadan supervizorlikka o'tdim, supervizorlikdan imtihonga, direktorlikkacha bordim. O'sha ayrim sabablar bilan ish yopildi, tugadi, orada to'xtadim. Uyda o'tirdim keyin. Bo'ldi, yig'ishtirdim. Jismoniy mehnatdan charchadim. Ertalab ketaman, kechga kelaman. Magazinda ish ko'p, offlaynda ishlaydiganlar juda ham yaxshi biladi.
xat hujjati juda ko'p, prihodi bor, boshqasi bor, sklad, Da. отчет, Tugamaydi ish. inventarizatsiya, voy shunaqa charchatadi Tugamaydi. odam, yo'q buyog'i yo'q. Charchadim bu ishlardan, bo'ldi. 1 yil dam oldim. 1 yildan oshiq dam oldim. 1,5 yil dam oldim. Tanaffus qildim. Endi uyda o'tiribman. Ishlash kerak. Ishlagim kelyapti, anaqa pul topgim kelyapti. Lekin ishlagim kelmayapti, jismoniy mehnat qilgim kelmayapti. Ha, demak siz uyda o'tirgan holatda qanaqadir pul topmoqchisiz. Shunaqa. Shuni yo'lini qidirdim. Ham uyda bo'ling, ham pul toping. Xo'p, keyinchi? Nima qilishni o'ylayapman. Lekin nima qilishni bilmayman. Shu orada mehmonga borib qoldim, singlim uyiga. Nima ish qilmoqchisiz deb so'radi mendan. Bilmayman, nimadir qilgim kelyapti, lekin men ishlagim kelmayapti dedim. Pul topgim kelyapti, lekin ishlagim kelmayapti. Hamma ayollarning dardi shu. Ishlamasa lekin pul kelib tursa. Ha, xuddi shu gapni aytdim. Turib singlim aytib qoldi. Sizni kuzatib yurar ekan, anchadan beri kuzatib yurar ekan, aytdiki, "Men shularni bitta ko'rgan" dedi, "Mana shunaqa ish qilishadi. Anaqa qilib boqing, to'g'ri kelsa" dedi, "O'qib ko'rasiz" dedi. Aytadi. Ha, demak sizni singiz sababchi bo'lgan. Ha. Endi men ko'p hujjatli ishlar bilan ishlaganimga u aytayapti, sizni miyangiz butunroq menga qaraganda ko'proq o'rganasiz. Unga nazarida qiyin ish bo'lib tuyulganda. O'zim bu juda qiyin ish, men eplay olmayman. Siz bu sohada yurgan odamsiz, shu odam sifatida eplab ketasiz deb menga anaqa taklif bergan. O'sha kunlar orasida men kanalingizga obuna bo'lganman. Men umuman sohadan begona odamman. Obuna bo'lganman. Shu 2-3 kun ichida jonli chatingizga qatnashganman. Jonli chatda qatnashib turib savol qolmagan. O'sha hamma ma'lumotni olganman, srazi. Qanaqa ma'lumotlar? Nimani savol? Masalan, o'zim market, yangi soha. Tak Sizda qanaqa savol bo'lgan? Savol bo'lmagan. Ishlasa bo'ladimi, yo'qmi? Shu bo'lgan. Menda ko'proq natija qiziqtirgan. Shu paytda ham o'qishlaringiz natijalarini ko'rsatganingizda, demak qilsa bo'ladi. Yosh qizlarning natijasini ko'rganimdan keyin nimaga men qila olmayman? Ular qilgan nimaga men qila olmayman? Qilaman degan narsa bo'lgan. Ya'ni qo'rquv bo'lmagan. Yozilganman. Hech narsani o'ylamagan. Uyda o'tirgan ayol qanaqa qilib turmush o'rtog'ingiz yo'q ekan? To'lovi qanaqa qilgansiz? Qarz olganman. Nasiyadan o'zimdan. O'zim nasiyadan. O'zimga o'qish uchun o'zim nasiyadan qarz olganman. O'zim nasiyadan emas, o'zim bankdan olganman. O'zim bank ilovasidan qarz olganman. Ha, bo'lib to'lashga 1 oy mumkin, keyin bo'lib to'lab beradi. Qo'rquv ham bo'lmagan, shu nima deydi? O'zim nasiyani hisoblatganimda komissiya bilan sal menga og'irlik qilgan, to'g'risi, og'irlik qilgan. Men shunaqa darajada o'zimga ishonch bor ediki, 1 oyda bu pulni qaytaraman degan ishonch bor edi. Shuning uchun sraz olganman. Ya'ni naqd to'lov qilganman, lekin qarz olganman aslida. Mana shunaqa qilib turib, kurs olganman. Sizda hozir kursga pul yo'q, ertaga o'ylaydi-da, bir xil savol beradi-yu. O'zimda qanaqa qilib men tovar sotaman, tovarga pulim yo'q deb aytadi. Siz qanaqa qilib buni o'ylamagansiz? Menmi? Nimaga o'ylashim kerak? Ustozamanku. Ya'ni nimaga o'ylamaganman? Ochiq gap, bu sohada yangi bo'lgandan keyin, o'zi umuman har qanaqa sohada yangi kirib kelayotgan inson noldan o'rganishi kerak. Agar bu narsalarni o'ylaganimda ustoz olmasdim. O'zingiz o'ylamasdan o'ylashib birovga topshirgansiz, pulingizni to'lab. Shunaqa. Men kursni shuning uchun olganman. Ya'ni menga nima qilishni o'rgatish uchun. Pulni qayerdan olishim, nima qilishim. Chunki men esimda, efirda pulsiz ham menejerlik orqali pul topsa bo'ladi degan gapingiz menga qilgan. Demak, yo'li bor ekan deganman. Chiqish yo'lini ko'rganim uchun tavakkal qilganman. Bor ekan, yo'li demak o'rgatadi. Bo'ladi. Aytdi degansiz. Aytdi, ya'ni aytildi, chunki yana bitta gapingiz esimda qolgan. Meni aytgandek qilgan odam 100% natijaga chiqadi degansiz. Bu borada men o'zimga ishonch bor. Ko'pchilik o'ziga garantiya bera olmaydi-ku. Kimdir o'ylaydi, kurs pulini to'lab qo'ygandan keyin yoki qanaqadir pul to'lab qilgandan keyin o'ylaydi, "Что men millioner bo'lib ketaman, pulni to'lasam bo'ldi." Ha, pulni to'lasam bo'ldi. Pul osmondan yog'iladi. Shunaqa deb o'ylashadi. Yo'q, men o'ylaganman, men o'zimga ishonchim bor, bu odam beraman deb men olib qolishim kerak. Da. Men shundan foydalanaman. Tavakkal qilganman. Hop, endi kursga kirdim. Dars boshlandi, o'rganyapman. 2 oy o'qish bo'ladigan bo'lsa, 1-oy o'zida menda o'sha yetarli bilim bor edi, hamma narsani bilardim. 1 oy ichida menejerlikka ham ish ham topdim. Menga aytgandingiz. Ishladim ham, ozgina vaqt ishladim ham, lekin qoniqmadim. Nimadan? O'zimni pulim bo'lishini xohladim. Ya'ni o'zimni do'konim, o'zimni biznesim bo'lishini birov uchun ishlashni xohlamadingiz. Shunaqa. Endi o'ta sherikchilik baribir, menejerlik. Bu bilan menejerlikni yomonlamoqchi emasman, xarakterdan kelib chiqib aytaman. Siz o'z boshlig'i bo'lishga o'rgangan odam, birovga ishchi bo'lishni xohlamagansiz. Shunaqa, o'zim boshqaruvga o'rganganligim uchun xohlamadim. O'zimniki bo'lishini xohladim. Yechim qidirdim bu narsaga. Nima qilsam?
bo'ladi. Pul kerak To'g'ri, bunga. pul kerak, boshlashga pul kerak. Shu payt o'zingiz ham taklif qilgandingiz menga. Esingizda bo'lsa, menejerlikni. Da? Menejerlikni taklif qilgandingiz o'shanda. Lekin rosa xursand bo'lganman o'sha taklifga, menejerlik taklif qilganingizda. U paytda o'sha pul topib qo'ygan edim. Tovarga pul topib qo'ygan edim. Pulni kimdan oldim? Yana singlimdan olib turdim. Singlim eri nimagadir bergan, bir oy muddatga olganman undan pulni. Pulini bir oyda qaytarib beraman deb. Pul oldim, keyin menejerlikni qilmadim-da, o'zimni do'konimni qildim. 3 millionga yetmagan, 2.700.000 pul bilan boshlaganman. U pulga 2.700.000 ga Xitoydan 3 xilgina tovar olib kelganman. 3 ta turdagi tovar olib kelganman. Aniq esimda, bittasi Pinvarada, ikkitasi Remellet. Joylashtirgan bo'lsam, joylashtirgan kunim ertasiga sotuvga chiqqansa, ertasi kundan sotuv boshlangan. Hech narsa qilmasdan turib qo'ydim, sotuv boshlangan. O'sha remellarim sotuvga chiqqan. Remellarim sotildi, lekin pijamalarim sotilmagan. Nima uchun deb o'ylaysiz? Unimi? Uni nima uchun? Mana bunaqa narsa, o'zim bilaman degan narsa. Ya'ni mana shu narsa zo'r ketadi deb olib kelganman. O'zim ortiqcha ishonib o'rganman. Ko'rsatmagansizda, to'g'rimi? Yo'q, ko'rsatganda, umumiyda ko'rsatilganda bu narsa hisob kitobini aniq olmaganman. Bo'ladi, ekonomika qiling degan joyingizda men qilganimda plyus-minusini olganman, lekin endi bar birinchisida adashasiz odam. Menga qimmatroqga tushib qolgan u tovar. Demak, noto'g'ri hisob kitob qilingan. Tannarx qimmatga aylanib ketib qolgan. U tovarim sotildi, sotilmadi emas, sotilib ketgan. Birinchi qilgan xatoim shu bo'lgan. Birinchi srazu sotuvingiz bo'lgan, 3 tadan ikkita tovarimda bo'lgan. Bitta tovarimda bo'lgan. 3 tadan bitta tovarimda va shu zo'r bo'lgan. Ikkinchi tovarimda ham bo'lgan, lekin unda ham bitta xato qilganman. Eng katta hozirgi o'zimdagi aksariyat odamlar qiladigan xato, birovni tovarini ko'rib, unda zo'r ketyapti, menda ham ketadi degan xatoni qilganman. O'zi marketga kiradi, "Vau, mashincha ketayotgan ekan, men ham sotaman" deb shunaqa. Xuddi shu ishni qilganman. Bitta odamda ko'rganman, haqiqatan zo'r ketyapti, men ham sotaman deb ayni shu tovarni. Men kimligini tushundim u odamni. O'sha tovarni olib kelib sotganman. Sotilmadi emas, sotilgan. Haqiqatan ketdi. U tovarni men keyin chiqarib yubordim, sotmadim boshqa. Tugatgandan keyin qaytib sotmadim. Lekin men o'zim olib kelgan tovarim, mana savdoga kirganimga 10 oydan oshgan bo'lsa, savdo boshlaganimga haligacha sotuvda. Eng qimmatini men sotaman. Shu birinchi sotuvga chiqqan tovaringiz hali ham sizga pul foyda olib keladi. Hali ham olib keladi. Yaxshigina olib keladi. Qancha masalan? 25.000 deb aytaman, o'zi asli 23.000. 23.000, o'zi 25.000 lik tovar 100.000 dan yuqori sotaman. 125.000, 130.000 sotiladi o'sha tovarim. 100.000 foyda qilaman bitta tovardan. 1 yildan beri sotilib keladi. Ya'ni to'g'ri, kuniga 10 talab sotilmaydi. Tan olish kerak bu narsani, yoki batallab sotmayman, lekin kunda bitta sotuv bo'ladi o'sha tovarda. Bir kunda bitta sotuv bo'ladi. Endi kuniga bitta sotuv bo'lgandan beri ham bitta kartochkani o'zidan hisoblab olsa bo'ladi, o'zi taxminan. Lekin foydasi yaxshi. Taxminan 25.000 dan tovaringizga 30 kunda 30 ta ketadigan bo'lsa, bunga qancha ketyapti? 750 ming so'm ketyapti. Plus sizga u taxminan necha pul foyda qoladi? Habitasidan o'rtacha o'zi hozir 100.000 deylik, 100.000 emas, 80.000 dan qolganda ham 80.000 so'm sof foyda xarajatlaringizdan tashqari. 80.000 sof foyda 30 ta 2.400.000. 745.000 tikvos, 750.000 tikvos. Qancha foyda bo'lyapti? 4 barobar foyda bo'ladi. 4 barobar foyda. Endi bozorni issiq sovug'ini chidaganga chiqargan. Ko'pchilikdan eshitib qolaman, savdo bo'lmayapti, savdo bo'lmaydi deb aytishadi. Eshitasiz. Hozir endi faoliyatimiz birlashgandan beri ko'p o'quvchilar bilan muloqot qilaman. Har xil turdagi o'quvchilar bilan qilaman. Endi har xil odamlar telefon qilishadi. Aytadi, men o'qidim kursda deydi, yoki o'zi boshlagan bo'ladi. Kursda boshqalarda o'qigan bo'ladi, yoki bo'lmasa o'zi videolardan ko'rib o'zi qilib ko'rgan bo'ladi. Savdo bo'lmayapti deb nolishadi. Yoki o'zi ishlab ko'rganda, nima deydi, bozorda ishlasa ham borku odamlarning gapi, savdo bo'lmayapti. Bozorda odam yo'q, savdo yo'q. Savdo yo'q, odamlarning odatiy gapi bo'ladi-yu. Shunaqa nolish. Bo'ladi, bu bozor. Bozorni chidaganga chiqargan. Savdo bu, savdoni chidaganga chiqargan. Bir bo'ladi, bir bo'lmaydi. Lekin o'sha narsaga chidash kerak. O'tsangiz, marra sizniki.
man ko'p aytaman, odam yiqilganda o'tirib yig'lash kerak emas. Harakat qilish kerak, Ha. turishga. O'tirib yig'lab o'tirsangiz o'sha yerda qolib ketasizda, yo'l yo'qda. Lekin yiqilganingizda turib tizingizni qoqib dalish yurib ketsangiz, bo'ldi. Ha. Yog'iga yangi marraga o'tasiz, yangi bosqichga o'tasiz. Lekin o'tirgan joyingizda o'tirsangiz qolib ketasiz o'sha yerda. Savdo yo'q degan gapingizga men bitta fikrim borda. O'zi savdo bor bo'ladigan sohalar bor. Hozirgi paytda o'zi bilasiz, oydan oyga, yildan yilga sezon o'zgaradi, talab ham o'zgaradi-da. Shunchaki odam o'sha turgan joyi yoki sotayotgan tovari u rostdan ketmayotgan, o'sha sezoni o'lib bo'lgan, trenddan tushib bo'lgan yoki o'sha marjasi juda ham past, foyda yo'q tovar ham bo'lishi mumkin. Va u inson shu narsani bilmasdan shu yo'lda yurgan bo'lishi ham mumkin. Oddiy misol qilaman, mana shunaqa ming xil tovar ichida bilsangiz kerak. Shunaqa oddiy bozordan olaman. Bozorda shunaqa savdogarlar bor, bitta o'sha tovarni sotadi. Juda ham ko'p sotadi, lekin hech qachon boyimaydi-da u odam. Chunki u ustiga juda ham kam qo'yadigan bozorda bor. Juda ham kam qo'yadi masalan. Lekin shunaqa odamlar bor, 1 yilda uchastka qiladi, mashina oladi, hayotda o'zgarib ketadi-da. Va bunaqa tovar sotadigan insonlar ko'pincha shu talab bor va ustiga yaxshigina marja qo'ysa bo'ladigan tovarlarni sotadigan insonlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda to'g'ri yo'nalishda ketish va uni topib olish ham juda ham bu eng kerakli narsa. Bu narsaga ko'pchilik rioya qilmaydi. Sotilotim bo'ldi. Sotilotim undan ham yaxshisi sotilishi mumkinligini, o'sha pulga undan ham ko'proq pul topish mumkinligi haqida o'ylab ko'rmaydi ko'pchilik. Menda eng katta xulosa nima bo'lgan? Shu boshida qilgan xatolarim menga ko'p dars bo'lgan. Ya'ni o'z bilarmonlik qilish kerak emas. Keyin yana bitta gap esimda qolib ketgan, quloq-qulog'imda, savdo tovar tanlayotganda o'zinglarning vkusinglar bilan tanlamanglar. O'z fikringlar bilan tanlamanglar. O'z fikringlar bilan tanlamanglar. Talab bor narsani tanlang. Talab bor narsani tanlanglar degan. Men shu xatoni boshida qilganligim uchun shu buyog'iga bu narsaga qaramayman. Haligacha sinayman, o'zi baribir ichingizda bo'ladi-ku. Sotgisi keladi. Sotgisi keladi-yu, lekin ketmasligini bilasiz yoki bo'lmasam sotgisi kelmaydi-yu, lekin ketishini bilasiz. Nima qilasiz shunaqa vaziyatda? Bari olaman. Sotgim kelmasa ham, o'sha narsani o'zim xohlamasam ham, demak, u narsa mening vkusimli narsa emas aslida, lekin olib kelib sotaman. Endi bu narsa o'zimda osonroq, chunki agar siz offlaynda sotadigan bo'lsangiz yoki birovga tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, u narsa juda qiyin. O'ziga yoqmaydigan narsani yoki vkusingizda bo'lmagan narsani sotish bu sal qiyinroq, chunki mana zo'r deb o'zingizga yoqtirib maqtasangiz, bu boshqa narsa-da. Lekin o'zim marketda hech kimga maqtamaysiz, o'zi qo'yasiz. Ko'rmaysiz ham sotiladi. Sotilayotganini ko'rmaysiz, pul tushganini ko'rasiz. Buni gapirmang. Buni mazasini tushungan tushunadi. Men bilasizmi, oxirgi paytda savdom bo'ldimi yo'qmi do'konga qarashga vaqtim bo'lmay qolyapti. Savdom bo'lyaptimi yo'qmi bir kun oldin boshida boshlaganimda soatiga kirib qarardim-da. Nima sotildi? Har bitta kirib, nechta sotildimikin, nechta sotildi ekan, ketdimikin, sotildi, qancha bo'ldi ekan. Har anaqada kirib qarayverardim. Xuddi Instagramga yangi nimadir chiqdimikin deb ochaveramiz, xuddi shunaqa. Nima bo'ldi ekan deb qarayverardim. Hozir nimadir zarurat bo'lib qolib, esimga tushib qaramasam, nech pul suvdan bo'lganini ham bilmayman. O'sha pul kerak paytda, o'sha yetish kerak bo'lgan paytda kirib yechib olaman. Yaqinda ham bo'ldi bu holat. Dam olishga borib kelganimdan keyin, bu alohida bitta tema, dam olishga borgan paytimda keldim. Men 11 kun bo'lmadim uyda. 11 kun. Yaqinda bo'layotgan. Turkiyaga ketdingiz dam olishga. O'sha yerda dam olishdan kelgan kunim emas, kelayotgan kunim yo'lda aeroportga kelishim bilan sal oldin, chiqishimdan oldin pul yechib qo'ydim, shu borgunimcha aeroportga o'tib tursin. Uzumdagi so'ngingizdan tushgan pulni yechdingiz? Yechgani chiqarib qo'ydim, shu aeroportga ketishdan oldin borgunimcha mayli, ertaga chiqarib olaman deb pul chiqardim. Men 10 kun bo'lmagan bo'lsam 9 million, ozgina kam 10 million pul yechdim. Hech narsaga qaramasdan dam olib kelib, umuman kartochka qilish, tovar 1 yil oldin siz yaratib qo'ygan kartochkalaringiz nimadir qilish, yo marketing bilan shug'ullanish, hech narsa qilmasdan turib, prosta kelganimda shu pulni yechib qo'ydim. Lekin bu uzoq muddatga to'g'ri kelmaydi, baribir qarab turish kerak. To'g'ri, lekin haqiqatan charchaganim, dam olish uchun ketganim uchun qaramadim. Bu mana 1 yil oldin bo'lganmanda bu narsa. Eng dangasali holatda topilgan pul bu. Ana dangasalikning cho'qqisi bo'ladi, hech narsa qilmaslik. Ana shu holatda topilgan pul bu. Qilsa bo'ladi, qilish kerak, faqat hafsala. Lekin hafsala qilgan odam buni bemalol ko'paytira oladi. Qunt qilgan odam. Qunt qilish kerak faqat uning uchun.
Xo'p, demak biz qayerda to'xtagandik? Siz hayotingizda onlayn ish qilishni xohladingiz, kamroq harakat qilishni xohladingiz, niyatingizga yetdingizmi? Yetdim. Yetganda ham ortig'i bilan yetdim. Endi o'qidim, ish boshladim, do'kon bo'lyapti. Eng birinchi qilgan ishim mani oilamni tortish bo'ldi bu ishga. Ya'ni boshida singlim mani bu yo'lga, demak sizni bu yo'l boshlaganingiz boshqa tomonlarga ham ta'sir qildi. Juda ko'p narsaga ta'sir qilgan. Birinchi navbatda singlimni tortdim, ya'ni kel birga qilamiz. Menga yordam ber. Chunki singlim Xitoy kursida o'qigan, sizni shogirdingiz kursida o'qigan. Unda ham bilim bor. Men sizdan o'rgandim. U ikkita bilimni endi birlashtirish kerak-da. Kattaroq ish qilsa bo'ladi. Birgalikda do'konni yurg'izishga qildik. U paytda birinchi siz YTT'da ishlardim. Siz YTT'dan chiqqandan keyin taklif berdim unga. YTTda birga ishladik. Hozir birgalikda ishlayapmiz. Hozir singlim mani menejerim. Siz menejeringiz bor. Hozir singlim mani menejerim bo'ldi. Sizni 14-potokda o'qidi o'zi. 14-potokda o'qidilar. 6da o'qigan bo'lsam, 14gacha men o'zim u bilan yonimda yurdi. Keyin baribir o'rgan dedim. Darsga kirishing kerak, o'qishing kerak dedim. Demak, sizda muammolar kelib chiqdi, o'qimaganliklari bilindi. Qiynaldim u bilan. O'qimaganliklar qiynaldi. Men aytgan gap tushunmaydi-da baribir. Bitta tilda yurmadinglar. Bitta tilda yura olmadik, chunki u o'qish kerak. U men sizni tarbiyangizni olgan bo'lsam, mana dars bayinida sizni bilimingizni olgan bo'lsam, unga men o'rgatishga vaqtim bo'lmadi. O'rgata olmayapman-da. Bitta odam bilan ishlaganda u suyanib qolar ekan. Baribir ana opam-ku, mas'uliyat olmayapti qarasam, keyin o'qi dedim. O'qidi. Yo'q, hozir tushunamiz, garibda gapimiz. Zo'r. O'qigandan keyin ko'p narsada o'zgarish bo'ldi. Oldin menga 50 ta narsa tanlashga jo'natadigan bo'lsa, hozir 10 ta narsa jo'natadigan bo'ldi. Yakuniy qarori birga qabul qilasizlar. Oxirida shunaqa tovar tanlash, asosiy ishlarni o'qiladi baribir, kartochka yaratish, tovarlarni ishda. Menda asosan menga jo'natadi tovar tanlash. Siz vazifa topshirish, komanda berish vazifangiz, ular o'shani bajarishda, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir bemalol eplayapti o'zi. Endi u ham yosh, ikkita kichkina bolasi bor, uyda o'tiradi, dekretdagi ayol bilan qarasa. Qayerda yashaydi? Voy, u hozir bilasizmi qayerda yashaydi? Qayerda yashaydilar? Tog'da yashaydi. Tog'da yashaydi. Chekkaroq joyda yashaydi. Internet sal qiyin, muammolar, Wi-Fi o'rnatishgan, lekin o'sha yerda yashab turib, uydan chiqmaydi umuman. Uydan chiqmasdan turib, hozir meni daromadimga sherik. Bizada endi tog'da yashaydi deganingizga esimga keldi. Men birinchi potokimdan, ikkinchi potokimda o'qigan bitta o'quvchim bor. Prям qaysi viloyatligini bilmayman, Qashqadaryommikan, bilmadim. Darvozasi yo'q, uylab, umuman yo'q uylab bo'ladi-ku. Просто uy qurilgan bo'ldi, hovli yo'q, darvoza, unaqa narsalar yo'q. Просто yashaladi, ya'ni tog'li joylar bo'ladi, ya'ni shunaqa joyda turib, o'sha men o'rgatgan usulda Turkiyada tovarlarni olib keladilar-da. O'zlari ko'rmaydilar-da tovarni. Men o'rgatganman-ku sizlarga. Что ko'rmasdan turibman, primoy onlayn nazorat qilib turibman. O'zim skladga jo'natib, hozir bitta tovarlardan o'sha tan narxi o'zi 200 ming bo'ladi. U tovar oyoq kiyim sotiladi. 800 ming, 900 mingga bemalol olishadi. Chunki u bizada o'zi $150 kam sotilmaydi. Ko'rgandim buni. Xitoyda o'sha hamma ilovalarni 6 tami, 7 ta, 8 ta даже приложенияsi bor. O'sha Taobao deysizmi, 1688, keyin shunga o'xshagan Babani o'zi, AliExpress mana shunaqa ilovalarning egasi ham xuddi shunaqa setayotgandek holatda boshlagan. Ya'ni bitta ijaraga kichkinagina joy olgan, даже uyi ham bo'lmagan, kulli ijaraga olgan joyi, kichkinagina приложение yaratganda zakazlar qabul qilish boshlagan. Bitta, ikkita haftada bitta bo'lib, hozir ko'rganingizda necha milliard dollarlik оборотga aylangan. Hozir оборотini bilmayman. Boshida yordamlashib turardim o'zim, chunki u kursda o'qimagan. U buni ketidagi mazani hech kim tushunmaydi-da. Menga ham o'sha har kuni yozadilar-da ular. Mana shuncha odamning rizq topishiga sababchi bo'lyapsiz. Bittagina odam o'rganishi orqasidan, bitta odamning o'rganishini orqasidan hozir bir nechta odam pul topyapti. Mana men o'rgandim. Bir necha mingta? Mingta desa ham bo'ladi. Yo'q, men o'zim misolimni o'zingizni orqangizdan. Ya'ni men o'zimning misolimni aytyapman. Men ketimdan singlim ketidan mana yaqinda ukam kirib keldi. Bu yoqda o'rtog'im ketidan uni ishchilari bir nechta. Bizda bilasiz, videolarimiz tagida yozishadi-ku. Mana videolarim chiqadi, tagida
siz aldamang deyishadi, bunaqa pul topib bo'lmaydi, siz o'zingizni oila a'zolaringizga shuni tavsiya qila olaysizmi deyishadi-da. Mani o'zimni ham, onamni ham do'koni bor o'zimda, ukamni ham do'koni bor. O'sha pul tikishgan, biz do'konlarni menejerlarga berib qo'yamiz-ku. O'sha u daromaddan chiqarib, u necha barobar foyda bo'lib ketganda. Atigi bir 10 million bilan boshlangan masalan. Shuni ko'ring, keyin qilamiz qolganini deymanda. O'sha oila a'zolaringizga tavsiya qilasizmi o'zingiz shuni? Aldamang deysiz, kulgim keladi to'g'risi. Yo'q, mani oila a'zolarim уже hammasi qiziqib bo'lishdi bu ishga. Boshida tushunishmasdi, ana bekorchi odamdek ko'rinardim ko'zligiga. Bekorchi bo'lib, telefon o'ynab o'tirgan odamga o'xshab, faqat telefondan bosh chiqmaydigan odamga o'xshab ko'rinardim. Yo'q, men o'zim yatata ochganimdan keyin, o'zim оборот qilish boshlaganimdan keyin, даже tovarim uyga kelmaydi-da. Men tovarim uyga kelmaganiga ham bekorchi ko'rinaman-da. Ko'rishmaydi men nima qilyapman. Mehnat qilayotganingiz bilinmaydi. Men mehnat qilayotgan, ularning nazdida men telefon, kompyuterga tikilib o'tirgan odamdek ko'rinaman. Ana, hech narsa ish qilmayotgan odamdek ko'rinaman-da. Tashqaridan shunaqa ko'rinar ekan. Sekin-sekin mana siz yoningizda yurganimdan keyin endi ko'rinyapti. Men offlayn ishga o'tganimdan keyin bular ishimning natijasini ko'ra boshlashdi. Offlayn ishga o'tmasimdan oldin faqat uyda onlayn shug'ullandim, qancha vaqtgacha bo'lsa ham. Jamoa qachondan qurishni boshladik? O'sha paytdan offlaynga o'tishni boshladim-da. Iyul oyi. Yo'q, jamoani biz noyabr, dekabr. Noyabr, dekabrgacha men uyda bo'lgan bo'lsam, meni ishimni jiddiy qabul qilishmadi u vaqtgacha. Undan keyin qabul qilishni boshlashdi. Meni ham xuddi shunaqa. Ungacha ishimni jiddiy qabul qilmadi hech kim. Ochiq gap aytmaganman ham qancha daromad qilishini. Shuning uchun qabul qilishmagan. Ha. Endi o'zimga aytmaganman. Ishga majbur emassiz. Aytmadim ham. Keyin offlayn ishga o'tganimizdan keyin mana bu yoqda komanda qildik, rivojlanish. Endi vaqt ajratishingizni boshlagandan keyin ular ham so'rashni boshlashgan bo'lsa kerak o'zi. Shuncha vaqt ajratib olsa, qancha topolsam, ishingiz ko'rinishni boshlagandan keyin. Lekin haligacha aytmadim. Aytmayman. Qancha topishimni aytmayman. Ko'stayadim. Mayli. O'zimnikini aytaman, o'zimni bekitmayman har doim. O'zim o'zidan keladigan daromad 10-15 million oyiga kelib turadi. Bu qancha оборотdan keladi? 30 million. Oyiga bo'ladigan 30 million обороtingizdan yarmi foyda. Hisob kitobini qilib yurasizmi? Hisob kitob qilib yuriladi. Mana hozir aytaman, tak o'zim yatata ochganimdan buyog'ini aytadigan bo'lsam, 103 million оборот qilman umumiy. 103 million оборот bo'lgan, общий, 103 million chemtasi bor, hozir qoldiq summani eslolmadim. 103 million оборот qilgan bo'lsam, umumiy shundan oyiga hisoblaganda 10-15 million o'rtacha olamiz. Men hozir krupni aytyapman. Foydasi. Tan narxi necha pul bo'ladi tovarlar? Tovarlarim tan narxi 4dan 1, 3dan 1 bo'ladi. Bir safar 4dan 1, bir safar 3dan 1. 4 million, 3 million, 5 million. Uzog'i 6 million. Eng qimmati 6 million. Lekin 3-4 million atrofida bo'ladi. 3-4 millionli tovar bilan 10-15 million foyda qilasiz. Shunaqa. Qilsa bo'ladi. Endi agar yana ham ko'proq vaqt ajratsam balkim bo'lar. Hozirdangiz bo'lib qolganman. Haftasiga 2 soat ham ajratmayman. Bu kuniga bo'laverganda shunda men yaqinda moment bo'tdim. Shunaqa. Yaqinda minutim hisoblab chiqdim. Ya'ni o'qishdan keyin hisoblaganimda 1 daqiqam 1,5 ming so'm turar ekan mani. Ya'ni ish soatimga bo'lganda 1 daqiqa 1535 so'm turar ekan. Zo'r. Minutim shunaqa pul turar ekan. Endi 1 soat ajratadigan bo'lsam, unda 60 daqiqaga ko'paytiramiz. Shunaqa. Soatiga hisoblaganda shunaqa pul hisoblanyapti. Bu o'zimdan tashqaridagi pul. O'zingiz daromadingiz. O'zimning daromadim shunaqa bo'lar ekan. Endi agar o'zimni ham qo'shadigan bo'lsak, u yana ko'payadi. Chunki o'zimda kam soat ishlayman. Mana sal kamroq hisoblab qo'ydingiz-ku. Yo'q-a? 1,5 ming hozir soatiga bu siz 1 soatda 90 ming so'm ishlayotgan bo'lasiz, unaqa emas-da. Soatini kam hisoblab qo'ydim ekan. Buni ko'rish kerak, yana boshqadan hisoblab chiqar ekanman. Men bitta tomonni hisobladim-da, bu yerda boshqa ishlar ham ko'p-ku. Men umumiy hisoblashim kerak, o'shanda qimmatroq chiqadi. Deydigan lavozimni oladigan bo'lsak ham, o'sha yerda 6 million oylik olardim. Bundan necha yildir oldin, u paytda endi bu katta summa hisoblangan. Hozirgi paytda bir 10 millionga teng. Inflyatsiyani hisobiga oladigan bo'lsak, o'sha paytda eng yaxshi topganim shunaqa summa bo'lgan. 6 million bo'ldi. Ha, oylik ishda. Oylik ishda endi o'zi unaqa katta pul olmaydi. Qancha ishingizdan qat'iy nazar. Kafelar qilgan paytimda daromadim yaxshi bo'lgan u vaqtlarga, unda kunlik daromad bo'lganligi uchun krupniy pul ko'rinmagan. Ya'ni oylikni chiqarish qiyinroq bo'lgan. Keladi ketadi. Shunaqa ishlangan. Ya'ni kunlik pulim bo'lgan, kunlik rasxodlarimga qoplaydigan pulim bo'lgan, ehtiyojimga pul bo'lgan, lekin ana
menimcha sof foydam, menimcha mani pulim, menimcha mani yiqqan pulim deb ajratmaganman, ajratolmaganman, imkoni bo'lmagan. Hisob kitob qila olmagansiz. Ha, buni imkoni yo'q. Offline Offline bozorda biznes sal qiyinroq bu. Ha, offline bozorda. O'zimda hammasi toch o'rgatilgan sizga. Shunisi yaxshi. Aslida offlaynda ham bu narsani qilsa bo'ladi, faqat uni o'zini bilimini olish kerak. O'zimda ham xuddi shunaqa o'zini bilimi bor. Nech pul foyda qilyapsiz, nech pul zarardasiz yoki nech barobar foyda qilyapsiz deylik. Aytyapsiz 4 millionlik tovarimni 12 million qilib chiqarib olaman deyapsiz va bu narsani siz bilasiz. Lekin o'zimda buni bilmaydigan sotuvchilar bir 70-80-90% atrofida. Ya'ni o'zini foydasini bilmaydi ular. Даже shunaqa biza kuzatganmiz, juda ham katta kompaniyalar o'zi ham buni hisob kitob qilmagan. 100 million, 150 million oyiga oborot qiladi. O'sha o'zini kompaniyasidagi tovarlarni qisman o'zini ham sotib, 100 million, 150 million oborot qiladi. Shuncha tovar sotib, u normalniy summa ishlash kerak o'zasida, lekin u deylik shu oborotdan 3-4 million zararda yurganda, просто zararga tovarni sotib yurgan. Va uni hisob kitob qilib bermagunimizgacha ham bilmagan. Sotyapman, oborotim zo'r yuryapti, mana shuncha oborot qildim deb yuravergan. Hisob kitob qilyapmiz, ko'ryapmiz, 3-4 million qarzi yuribdi. 100 million oboroti. U aslida nima bo'lish kerak? 100 million puli, unga 200 million bo'lish kerak, 250 million bo'lish kerak. Aslida hammasi sotilganida. Unda teskarisi umuman foyda tugul zarar. Ya'ni yong'oqni shaqir-shuquriga yurishganda ko'p. O'zimda juda ko'p o'zini prosta oborotiga hisoblab yurganlar, shuni maqtanib yurganlar juda ham ko'p. Haqiqatan shunaqa. Bundan ko'pchilik oborotini aytadi. Men shuning uchun ko'p muloqot qilganda odamlarga aytaman, siz agar ras kurslarga qiziqyapsizmi, odam o'zingizga yaxshi ustoz qidiryapsizmi, adashmang, shoshmang. Men sizga maqsadim kursimni o'tkazish yoki sotish emas. Siz oldin o'ylang, hisob kitobini oling, natijasini kuzating. O'zida natijasi bormi? Qancha oborot qilyapti, qancha foyda olyapti. Hop, o'ziga ishonmasangiz, o'quvchilariga qarang. O'quvchilari natija o'zi ishlagan narsa o'quvchida ham ishlaydi. Ha, o'quvchilariga bormi? Qilyaptimi, qila olgani bormi deyman. Sam o'ylanib turishadi. Menga aytishadi-da, shunaqa ismli nimani ko'rdim, mana buni ko'rdim, mana bunaqa ekan, mana buni ko'rdim, mana bunaqa ekan. Hop, o'quvchilari qanaqa ekan? Nechtasi natijaga olib chiqqan ekan? U natija qilayotgan o'quvchilari qachondan beri yonida yuribdi? Bitta o'quvchini ko'rsatyaptimi? Har xil o'quvchini ko'rsatyaptimi? Ha, tushunarli. Shu narsalarni so'rayman, keyin o'ylanib qolishadi-da, o'ylab ko'ring deyman. Ketib o'sha odam ertasi kuni yo 2 kundan yo 3 kundan keyin yana qaytib telefon qiladi. Surishtirdim, ko'rdim, sizlar natijangiz ko'proq chiqyapti deb kursga o'qiydigan. O'zi bizda asosan natijaga ko'ra yozishlar. Biz unaqa reklama kuchli emas. Natijaga qarab ishonib ko'rishadi. Odamlarga gapirganingiz bilan ishonmaydi, ko'rsatishingiz ishonadi. Shuning uchun ko'p holatlarda ko'rsataman. O'zimni ishimni hozir qilayotganim ham shundan sababi. Ya'ni ko'proq qilishim, o'zimga ko'proq vaqt ajratgim kelishi ham shundan endi. Motivatsiyam shu. Ya'ni kimgadir bu narsa kimnidir hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ladi. Odamlarga bir yaxshi yo'llash bo'ladi. Endi jamoada qolganligim sababi ham o'zi shu aslida. Orada shu moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan paytda endi do'kon endi boshlangan, boshida mana hozir 10-15 million darajaga ham birdaniga chiqib qolmaganman. O'sha sizni YTTingiz bor paytida menda oborot kam bo'lgan-ku. Sizni YTTingizda hisoblasam 26 millionmi, 27 million oborot qilgan ekanman. 2 million 700 o'zi bilan 27 million oborot qilganman. Avgust oyigacha. Aprelda savdo boshlaganman. Aprel, may, iyun, iyul, avgust 5 oyda 27 million qilganman. Endi qarang, 5 oyda 27 million-u, avgustdan bu vaqtgacha avgust 100 million. 100 million. Farqini ko'ryapsizmi, qanchalik katta. Endi bunga nima sabab bo'ldi? Menda dangasalik bo'lgan, siz aytdingizda ishonch bo'lgan, soliq, mas'uliyat bo'lmagan. Solig'im yo'q-ku, qilarman. Solig'im yo'q-ku, endi boshladim-ku, endi o'rganyapman-ku deganman. Lekin bu yoqda menda yana boshqa ishga takliflar tushyapti, offline ishlarga takliflar tushgan payt edi. Kiranish bor edi. Ya'ni daromad yo'li sizga boshqa tomondan ham ochildi. Ochilyapti. O'zimni qilsammikan, qilmasammikan. Qilaymi, qilmaymi degan narsa bo'lib qoldi menda hamda. Keyin o'sha payt orasida darslarga qatnashib, o'zim qiziqib darslarga qatnashganda o'ylayapman-da, buni mayli bo'ladi, mana shu daromad bundan yomon kelmayapti, o'sha 27 milliondan ham oyiga kelib turgan edi. O'shani o'ziga ham ana nima dedi, mayli kelib turaversin, boshqa ish ham qiling, bir-biriga xalaqit qilmaydi degan, o'sha boshqa ish qidirish bo'lgan. O'sha paytda sizdan komanda taklifi tushgan edi menda. Ungacha men boshqa ish planlarini qilib yurgan paytim edi. Keyin o'yladim, to'xta dedim, daraxt bir joyda ko'karadi. Shu dedim, o'zim qaror qabul qilishimga to'g'ri keldi. O'tirib gaplashib, o'zim bilan o'zim oxiri qaror qildim, shu o'zimni olib ketaman. Nima bo'lsa ham shu o'zimni orqasidan dedim.
o'sha payt o'yladim, mana qadoqchi o'zimni oldimga kelib turibdi, bu ot yomon bo'lmayapti, o'zim buni ham rivojlantirsam. O'sha sohani ichida yuribman, hammani o'sayotganini ko'raman. Shodiya yomon katta motivatsiya bo'lgan menga. Chunki Shodiyada ko'rganman, anaqa zo'r nima qilardi. Savdosi, menejerlik orqasidan boshqadan topayotgan daromadlarni. U paytda menejerlik qilgan-a boshqa do'konlarga. Ha, Shodiya mani kuratorim bo'lgan-da. Da, sizlarga dars o'tgan. Bizga dars o'tgan, men kuratorim bo'lgan, Shodiyadan ko'p narsa olganman. Da. Shuning uchun men o'zimda ham qiziqish paydo bo'lgan. Ya'ni sizlardagi narsani men olib, mendan kursdoshlarim yordam so'rasa, meni ham dars o'tishim shundan boshlangan. Ya'ni kursdoshlarim yordam berishdan boshlangan. Da, yaxshi yo'lash. Ha. Keyin undan keladigan rahmat odamga yoqishni boshlaydi. Ayol kishini maqtasangiz yoqadi. Da, конечно. Shundan keyin dars o'tishga o'tib ketdim-da, ungacha bo'lmadi. Sizdan kelgan taklif, jon quloqim bilan taklif rozi bo'lganman, xursand ham bo'lib ketganman. Oylik esingizda so'ramaganman ham. Qancha Yo'q, eslolmayman. So'ramaganman. Men sizga men eslayman. Taklif qilganman, nimani? Mana bunaqa ish qilishingiz mumkin, mana bunaqa ish qilishingiz mumkin, mana bunaqa ish qilishingiz mumkin, mana bunaqa ish qilishingiz mumkin deganman. Xohlaganingiz tanlang, mana bunda mana bunchagacha pul topasiz, bunda mana bunchagacha, bunda cheklanmagan masalan. Mana bunda mana bunchagacha deganimizda men o'ylab ko'raman degansiz. Shuni eslayman. Ya'ni summalarini aytganman, qancha topishingiz mumkinligini. Darajasini aytgansiz, lekin aniq summa yo'q edi. Aniq summa yo'q bo'ladi hech qachon o'zi biznesda yo'q. Aniq summa bo'lmagan, lekin taxminan qilganman, men puliga qaramaganman. Qaysi birida o'sish boriga qaraganman. Qaysi birida men ko'proq kelajagimni ko'rishimga qaraganman. O'zingizni menimcha o'zingizga to'g'ri keladigan. Ha, o'zimga to'g'ri keladiganini qaraganman. O'sha sotuv bo'limiga qiziqishim bo'lgan. Ya'ni uni tanlaganim sababi odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'rardingiz. Da, o'zi aslida men maqsadim ham shu bo'lgan, lekin baribir inson o'ziga tanlov berish kerak. Sizga men hamma variantni olib kelganman-da. O'zim ham o'zimga eng kerakligini tanlab olganman. Chunki odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Har xil odam bilan gaplashasiz. Odam bilan gaplashganingizda ularning holatidan ko'p narsa olasiz. Bu ham bir dars. Shukur qilasiz, fikr qilasiz. Shunaqa. O'zingizga qoyil qolasiz ba'zi paytlarda. Shunaqa. Shuning uchun bu taklif menga juda ham yoqqan. Xudoga shukr, hozirgi paytda shuning orqasidan ko'p narsalarga erishyapmiz, o'syapmiz, o'rganyapmiz. Ana aytadi-yu, guruch ketidan kurmaydi, suv ichadi deb. Suv ichyapmiz. Sizdan birinchi marta eshitdim. Shunaqa suv ichib yuribmiz. Yo'q, juda ham katta nima bo'lgan. Hayotimdagi katta qaror, tavakkalim birinchisi shu o'zimga o'qishga kirishim bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tavakkalim siz yoningizda qolish bo'lgan. Afsuslanmaysizmi? Yo'q, nimaga afsuslanmayman? Afsuslanmayman. Hozir o'zim 2 yilda qiladigan ishimni yarim yilda qildim-da. Bir o'zingiz, bir o'zim 2 yilda qiladigan, erishmoqchi bo'lgan 2 yillik planlarimni yarim yilda qildim. Siz bilan yoningizda yurib turib, yarim yilda qila oldim. Aytmoqchi bo'lganim to'g'ri burilish bo'lgan. Demak, kurs tanlaganingiz hayotingizda, o'zingiznikida, oilangizda, yaqin atrofingizdagilarda, endi xarakteringizdan kelib chiqqan holatda torta olgansiz. Shunaqa o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Sababchi bo'lgansiz. To'g'rirog'i sababchi bo'lgansiz. Mayli. Maqtab qo'yaveradi. Rahmat. Yo'q, rost aytyapman. Endi bu narsa boyagi holatga qaytamiz, yana odamning o'zidagi ishonch. Agar bu narsa bo'lmaganda balkim tanlolmasdim. Yoki bo'lmasam oilamdagilarni oladigan bo'lsa, kimdir menga qarshilik qilganda mo'sh ikkilanish bo'lardi. Nimaga qarshilik qilganda? Nima qilasan? Men tibku hamma nazarida men telefon o'ynab yurgan odam bo'lib ko'ringanman. Men ham xuddi shunaqa. Yaqingacha xuddi shunaqa bo'lgan. Telefon o'ynab yurgan odam bo'lib ko'ringanim uchun balkim aytganlar ham bo'lgan, lekin o'zimga qo'yib berishganligi uchun men yengib ketdim. Hozirgacha yo'q, xudoga shukr, hozir qo'llab-quvvatlashadi hamma har tomondan. Albatta qo'llab-quvvatlashadi. Ishonch bor. Menimcha oqladim deb o'ylayman. Oqlayapmiz. Xudo xolasa kelajakda planlar katta. Qanaqa planlar? Xo'p, hozir kompaniyaga aylanish plani hozir. Uje meni tushlarimga kirib chiqyapti bu narsa. Hozirgi lavozimim ham yomon emas. Hozirgi lavozimim ham yomon emas, xudoga shukr. Hozir nechta? 8 ta. 8 tami? Mani komandamda, mani ishchilarim 28 ta bo'lsa, sizda nechta ishchi bor? Hozir shuni sanayapman. 4, 5, 6, 7. Yo'q, 8 tadan ko'p. 7 ta. Offline'da 7 ta, online'da 3 ta. Kuratorlarni nazoratdan chetga chiqdim, lekin o'zim kuratorlik qilishni yaxshi ko'raman. O'sha bu kuratorlik menga hobbi bo'lib qolgan hozir. Yaxshi ko'raman. O'z qila olish manzil, odamlarga foydani hissasi bitta bo'lagi bo'lish. Kuratorlik qilishni men ishim deb anaqa qilmayman, qabul qilmayman. Ya'ni ish sifatida. Savobli yo'lingizda bitta.
kuratorlik qilish mani bir yaxshi ko'rgan hobbiyim bo'lib qoldi. Nimaga? O'zi dars o'tish yoqadi, sog'inaman. Ora-orada protokolda uzoqlashib qolsam, o'quvchilarni sog'inib qolaman. O'tib kirib dars o'tsam maza qilaman. Bitta dars o'tsa 2 soat, 3 soat bo'lib ketadi-yu, maza qilib dars o'taman. O'sha orqasidan eshitgan rahmatim menga yoqadi. Bu uchun men hozir ham aytaman, haq olmayman kuratorlik uchun. Haq olmayman, yaxshi ko'rib qilaman. Chin dildan ichim yaxshi ko'rib qilaman. Men bilgan narsani ketidan kimdir foyda olayotganini ko'rsam, o'sha narsa menga yetadi. Shuning uchun maza qilaman. Bu jamoada qolganimdan, bu ishga kirganimdan, bu ishni boshlab hozir ham shu yerdaligim, ya'ni yoninglarda yurganimdan hech ham afsuslanmayman. Xudo xohlasa bundan keyin yana ham zo'r bo'ladi. Ishonaman bu narsa zo'r bo'lishiga. Bu imkoniyatni har patokda biz o'quvchilarga beramiz. Demak, ular ham o'zi ham qilishi mumkin, boshqalarni ham tortishi mumkin va bundan tashqari komanda a'zosiga ham aylanishi mumkin va daromadini oshirishi mumkin. Hozir qo'limizdagi, ya'ni meni qo'limda ishlayotgan qizlardan 3 tasi o'sha o'quvchilarimizdan kelgan o'quvchilar. Ya'ni ular o'zi xohlab kelgan. O'zi xohlab kelgan, ya'ni komandaga qo'shilgan. Sitora bor mana misol uchun, u ham o'quvchimiz bo'ldi, o'qigan. Dilorom mana o'quvchimiz, qolganlarni yana o'qityapmiz bu yoqda, offline, onlaynda. Misol mana Robiya, Ziyoda ham o'qib chiqdi, u ham o'quvchimiz misol uchun. Aziza, umumiy olganda hamma qizlarimizni o'zimizning o'quvchilarimiz o'zimizning ichida. Ya'ni bizdan berilgan imkoniyatda. Kuratorlarimizning hammasi o'quvchilar. Ya'ni o'zimizdan chiqqan. Har patokda yangi kashfiyotlar, yangi imkoniyatlar ochilib boraveradi. Yangidan-yangi o'sishlar bo'laveradi. Menga sizni va jamoani eng yoqadigan tomoni o'sish borligi. Ya'ni bizda boshliq va xo'jayin degan narsa yo'q, liderlik bor. Ya'ni men sizda shu narsani ko'rganim uchun yoningizda qolganman. Men ham sizga o'xshab, shuning uchun harakat qilaman lider bo'lishga. Lider degan nima tushunasiz o'zi? Lider degan tushunchami? Liderlik bu boshliqlikdan umuman qarama-qarshi narsa. Boshliq buyuradi. Faqat buyuradi. Buyruq beradi. Buyruq beradi, talab qiladi. Buyruq beradi, talab qiladi. Lider o'zi qiladi, yonidagi odamlarni ham tortadi shu narsaga. Yonida billa olib yuradi. Fikrlashadi, bo'lishadi, birga o'sadi. Shu narsani men sizda ko'rganman, buni onlaynda his qilganman. Offlaynda buni hozir necha ming? Hozir necha pullik kursda o'qiyapmiz? $5000. Birga o'qiyapmiz. Ya'ni men pul to'lamayapman bu narsa uchun. Lekin menda o'sish bo'lyapti. Bu o'sish boshqalarga ham ta'sir qilyapti. To'g'ri. Qo'shilaman bu fikringizga. Agar mana sizda o'zi boshida boya Shodiya bilan gaplashdi esingizda bo'lsa, bitta so'radi, o'rgating, mana o'g'limga ham borsin dedi. Nima o'rgatishim kerak dedi-da. O'shanga ko'pchilik o'ylaydi, o'zi qilganda, o'zi rostdan ham foyda bo'lganda o'rgatmasdi deb o'ylaydi-da. Qizg'anish. Da, qizg'anish bor odamlarda, o'zini qilayotgan nonini birovga bergisi kelmaydi. Вот. O'sha nima deb o'ylaysiz? Nimaga men bu ishni qilaman? Yo'q, men u narsani qizg'anishni bilmayman. Yo'q, bor odamlarda. Menda yo'q, sizda yo'q bu narsa. Qizg'anishlik yo'q. O'zimda mana o'rgatsa, вот, rostdan ham noniga sherik bo'lib qoladimi? Yo'q, rizq hammaniki o'zi bilan. Hammani rizqi o'zi bilan. Misol, ko'pchilik mana tovar tanlash darsida ko'p e'tibor beraman, tovar qizg'anishadi. Juda qizg'anishadi. Men tovar tanlash darsida o'z o'quvchilarni ko'rib berayotganimda, hammasiga yo'nalish beraman, yo'nalishdagi tovarlarni ko'rib ham tekshirib ham beraman-ku. Ana o'sha paytda e'tibor beraman, tashagisi kelmaydi. O'zingizga tashlasam bo'ladimi? Shunaqa qizg'anishadi. To'g'ri, uni mehnatini tushunganim uchun buni tabiiy qabul qilaman, lekin menda o'sha narsa bo'lmagan. Men yoningizda qolishimning eng katta sabablaridan biri ham shu deb bilaman. Menda yo'q bu narsa. Men o'zimdagi bor narsani qizg'anmayman. Sizni ham shu narsani ko'rganman. Bor narsani qizg'anmayman. Rizq Allohdan. Rizq Allohdan. Bu narsaga men o'zim ishonaman. Har bir odam, misol siz sotayotgan narsani men olib kelib sotsam, menda boshqa narsa bo'ladi. Aynan o'sha narsa bo'lmaydi. Misol har bir oddiy misol mana o'zimni eski kasbimdan kelib chiqib aytaman. Ikkita insonga bir xil masalliq berib, bir xil jarayon, bir xil muhit yaratib bersiz, ikkalasi ikki xil ovqat pishiradi. Bitta ovqat chiqmaydi, mazasi bir xil bo'lmaydi. Lekin muhimi ovqat pishadi. Muhimi ovqat yesa bo'ladi degan darajada. Lekin ikkalasi ikki xil chiqadi. Lekin bitta tovarni ikkita odam olib kelib sotsa ham ikki xil bo'ladi. Yoki xohlang bitta kemada o'tiring, ikkita qarmoq tashing, ikkita odamga ikki xil baliq tushadi. Lekin siz bitta dengizdasiz.
To'g'rimi? Shu narsani tushunish kerak odam. Shu narsani qabul qilsagina o'shanda rizqi keng bo'ladi. Bu narsani odam qabul qilishi kerak. Rizq Allohdan hamma joyda keladi. Siz uyda o'tirib, tog'i toshda o'tirsangiz ham yoki bekin olib chiqib o'tirsangiz ham keladi bu narsa. Lekin bitta narsa bor. O'zimda o'zi hamma narsa analitik bo'lgani uchun, ya'ni masalan, men bu tovarni sotyapman. Agar men bu tovarni qanaqa usulda bunaqa darajaga olib chiqqanimni bo'lisha olsam, uni ham katta ehtimol bilan o'sha rizqiga yarasha kelishi mumkin. Chunki aytganingizdek, boshida gaplashdik, esingizda bo'lsa, o'zimga yoqmaydigan tovarni ham sotaman deyapsiz. Ya'ni siz uni sotilishiga ishonganingiz uchun sotyapsiz. Va siz uni o'sha sistemasini o'rgatsangiz, bozor agar raqobat to'lib ketmagungacha, masalan, qaysidir rizqingizni bir qismi bundoq sizga sherik bo'ladi. Va o'sha narsa uchun baribir qizg'anadi. Masalan, meni ham tovarlarimni hech kim bilmaydi, chunki biz Xitoydan juda ham ko'p vaqt sarflab analiz qilamiz-da, olib kelamiz u narsani. Va u narsani men birovga ko'rsata olmayman. Chunki biz bilasiz, katta foyda bilan sotamiz, marjamiz juda ham yuqori bo'ladi. Agar men uni prям o'quvchilarimga ko'rsatishim mumkin, lekin butun xalqqa masalan men Instagramda mana men o'zimda sotaman, olinglar deb ko'rsatadigan bo'lsam, menda bir haftaning ichida bir 20 ta odam shu bozorga zo'ragan foydasini ko'rib qo'yadi. Lekin sizda bu narsani bekitganingiz bilan boshqa narsani o'rgatasiz-ku, tanlash qobiliyatini. Tanlash qobiliyatini unga butun umrga beraman. Mana shu narsani odamlar tushunishi kerak. Analitik saytlar yoki bo'lmasam kimnidir maslahati bilan berilgan sotiladigan tovar vaqtincha bo'ladi. Lekin sizga o'sha tovarni qanaqa topishni o'rgatsa, u bir umr siz bilan qoladi. Bozor holati hozirgi ketayotgan tovarlar va kirish mumkin bo'lgan yo'nalishlar bor o'zimda. O'shani ichiga kirsa bemalol savdo qilish mumkin. Va u yo'nalishda hali to'lmagan. Juda ham ko'p. To'lmagan qilsa bo'ladi. Faqat erinish kerak emas, vaqt qarash kerak. Uning uchun sizda bilim bo'lishi kerak. Bilim bo'lmasa juda qiyin. Analiz qiladigan bilim o'zi bo'lishi kerak-da. Shunaqa. U bo'lmasa qiyin, juda qiyin. Odam o'zini fikri bilan yoki birovning fikri bilan qila olmaydi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Meni qo'limda buncha pul bor. Nima sotay deydi. Shunda keladi-da. Nima sotishni tavsiya qilasiz deyishadi. Kettirim. Men aytadim, misol $10,000 pulim bor, nima sotsam bo'ladi? Men o'zimga ko'p beriladigan savol, nima tavsiya qilasiz? Siz nima sotasiz deydi. Yana so'raydimi? Yana kimgadir boradim, yana keladimi pul ko'tarib. Yana nima sotib olasiz? Mana shu narsani tushunishmaydi-da. Kelishadi, "Meni buncha pulim bor, nima tavsiya qilasiz? Men pulini beraman, konsultatsiyaga menga bering, menga o'rgating" deydi. Xo'p, mayli, o'rgataman, hozir sizga o'rgataman. Mana narsani sotsangiz zo'r bo'ladi, zo'r foyda qoladi. Maza qilib ishlab olasiz deydi. Shu pulingiz tugagandan keyin nima sotasiz? Bu bozor, ya'ni bu savdoga joy to'l bo'lgandan keyin, bu tovar sezoni o'lgandan keyin, odam bu tovarga ehtiyoji qolmagandan keyin nima sotasiz? Yana kelasizmi? Yana pul to'lab so'rab olasizmi? Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Lekin kursda o'qisangiz deyman, siz bu narsani bilib chiqasiz, u bilimga ega bo'lib ketasiz. Hech kimga ehtiyoj bo'lmaydi. Qaytanga siz ketib tavsiya qilishingiz mumkin. Siz bu narsadan pul ishlashingiz mumkin. Aynan mana shu narsani tushunsa odam uzoqqa boradi. Sakrash kerak emas. Qaysi ma'noda? O'qib turib, ya'ni bitta odamni ustoz deb tan oldingizmi, oxirigacha uni xarakteri, hayot tarzi, yo'nalishi, ya'ni kiyinishi bor. Bu narsalarni ustoz deb tan olishdan oldin o'ylash kerak, birinchi navbatda. Shaxsiyatini. Endi shunisiga qaramay turib, ilmiga hurmat qilib ustoz deb bildingizmi, keyin muhokama qilish kerak emas. Ana o'shanda odam uzoqqa boradi. Tanlagan yo'lda ustozni bilish kerak, hayot yo'lida emas. Yo'q, hayot yo'lida tanlaydigan ustozlar ko'p. Misol, odam o'zi uchun tanlaydi, lekin ilm jihatdan, biznes jihatidan yoki biror bir hunar jihatidan ustoz tanlaganda, uni avvalo ishning natijasiga qaraladi. Tanladingiz. Endi sakrash kerak deganim nima ma'noda? Shu ustozni tanladingizmi, o'sha bilan o'qiyapsizmi? Bu ustozni bilimini oxirigacha olmaguncha boshqa joyga ketish kerak emas. Nimaga unaqa deb qo'yasiz? Yaxshi emasmi? Bir nechta ustozlarni o'ziga ustoz qilib olib, so'rab turadigan odamlar. Endi bu yerda rizq masalasi, yana qaytamiz rizq masalasiga. Keyin bilim berish, yetkazib berish darajasi bor. Hamma har xil yetkazadi. Misol, siz bilan o'rganyapti yoki men bilan o'rganyapti, sizni yetkazib berishingiz boshqa, meni yetkazib berishim boshqa yoki boshqa odam yetkazib berishi boshqa. Sizni yo'nalishingiz boshqa, o'rgatadigan usulingiz boshqa. Sizni yo'nalishingiz boshqa. Endi u odam kelyapti, sizdan o'rganyapti, siz nimadir gapirib turibsiz, siz kitobni boshidasiz. Harfi boshidasiz, boshidan tushuntiryapsiz. A, B, S, bu, D deb o'rgatyapsiz. Alifbeni o'rgatyapsiz.
bu boryapti-da, bu ustoz bor. Bu ustozni darajasi boshqa. Bu o'sha alifbeni tugatgan ustoz bo'lishi mumkin-da, o'qish kitobini o'qiyotgan bo'lishi mumkin. O'qish kitobidan men samamitini bo'g'irlab o'qishing kerak deyapti. U hali harf tanimaydi-ku. O'qolmaydi. Miya chalg'idi o'sha. Keyin mana oldimga kelyapti-da, ana mana bunaqa deyapti, bu bunaqa deyapti. Ammo men bo'lsam, o'sha u kitobni ham bilmayman, bu kitobni ham bilmayman, men mana boshqa tilda, arab tilida harfda o'qiyman. U tilda o'qish bilmaysiz. O'qish tilida bilmayman, men boshqa tilda o'qiyman. Lekin biznes sohasidaman men. Bitta narsani har xil yo'nalishda o'rgatish mumkin demoqchisiz. Aytmoqchiman. Shuning uchun ustoz tanlaganda agar siz qaroringiz qat'iy bo'lsa, bitta odamni tanlash kerak, bitta odamni oxirigacha ilmini olish kerak, sakrash kerak emas. Bu narsa boyagi gap yana daraxt bitta joyda ko'karadi. Endi siz aytgandek narsa, ustoz tanlayotganda har doim baribir o'ziga o'xshagan darajadan chiqqan va o'ziga o'xshagan yo'lni bosib o'tgan insonni tanlasa ham to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, yoki o'sha o'rgatilayotgan narsa o'zini darajasida bo'lishi kerak. $5000 menimcha bir 80% ni tushunmayapsiz. Yo'q. O'zingizga tegishli joyni, o'sha o'sib kelgan joyingiz 20% ni tushunmaysiz. Va men lekin 600% narsani tushunaman-da, chunki men bu yoqdagi ba'zan bor. Siz menimcha o'sha tanlagan o'zingizni yoshlikdan qurgan bazangizga qarab tanlashingiz kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik nima xato qiladi? Umuman 0 bo'lib turib, qanaqadir men zo'r odamlarning orasida yursam zo'r bo'lar ekanman deydi-da, shunaqa joyga borib qo'yish mumkin. Yoki tam o'rtada bo'lib turib, yana xuddi o'sha gap. Zo'r odamlarning o'zi hamma narsani etapnisi bo'ladi. O'shaning uchun menimcha yo'nalishiga mos narsani tanlash kerak. Shunaqa. Zinani bittada ikkita bosib chiqa olmaydi hech kim. Shuning uchun bitta bosib chiqish kerak. Bu narsani o'zi nimaga ochdingiz? Ya'ni bitta ustozda qolish kerak. Qanaqa problemalar bo'lgan? Muammo nimada? Ko'p kuzataman. Ko'pchilik ustoz qidirayotganda qilayotgan xatosida, yana bu o'sha sotuv bilan bog'liq bo'lyapti. Odamlar bilan gaplashganda ko'pchilik odamlar qiynaladi. Kimda o'qisam, ustoz tanlashga qiynaladi. Haqiqatan kurslar ko'p, o'rgatuvchi ekspertlar ko'p. Hammasi o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Hammani o'zining yo'nalishi bor. Shunaqa. Hammani o'zining yo'nalishi bor va o'sha yo'nalishida zo'r hamma. Hammani. Men imkon qadar ularga yechim berishga harakat qilaman. Siz nima xohlayapsiz? O'ziga mos bo'lish kerak. Siz nima xohlayapsiz? O'shanga qarab tanlang. Ya'ni, misol, puliga emas, ko'rinishiga emas, yoshiga qaramang, jinsiga qaramang. Siz nima xohlayapsiz? Nima olmoqchisiz? Nima olmoqchisiz? Sizga nima kerak? O'shanga qarab tanlang deb aytaman. Bu narsani ochganim shuki, hozir qiynalayotganlar juda ko'p, aldanayotganlar juda ko'p. Shuning uchun to'g'ri qaror qabul qilishligini so'ragan bo'lardim. Ya'ni tanlashdan oldin natijaga qarashsin. Tushunarli. Natijaga qarashsin. Natijaga qarashsin. Lekin hammada ham natija bor-ku, Mohira. Hammada ko'rsatilayotgan natija bor-ku. Xo'p, u natija haqiqatmi? Endi uni kim aniqlay oladi? U narsani siz o'qib chiqib natija qilsangiz yoki qilmasangiz aniqlashingiz mumkin-ku. Endi bitta narsa bor. Bu narsani logik o'ylasa, menimcha hamma tushunadi. Oddiy misol aytaman, deylik bir manzilga chiqyapmiz. Boradigan joyimiz nomi aniq. Bir shaharga bormoqchimiz. Oyli Samarqandni deylik. Men hozir shu yerdan turib Samarqandga borishim kerak. Samarqandga borishimni bilaman, lekin yo'lni bilmayman. Samarqandga borishingiz kerakligini bilasiz, lekin qanaqa borishni qanaqa borishni bilmayman. Endi men nima qilaman? Menda ikkita yo'l bo'ladi. Bittasi, boraman, shu Samarqandga borishni biladigan odamga boraman-da, iltimos meni Samarqandga olib qo'ying deyman. Birinchi yo'li. Osongina bitta topshirasiz. Endi ikkinchi toifadagi odamlar borki, ota-bobomiz qilgan ish, yo'lni so'rab ketib yetib olaman. Yo'lga chiqib oling, yo'lga chiqib oling, bir gap bo'lar deydi. Endi qarang, rasxod bitta. Ikkala odam ham xarajat qiladi. Hali yo'lda so'rab ketayotgan odam yo'ldan necha marta qaytadi. U misol yo'ldan odam so'rab ketyapti. Kimdirlar o'tgan shu yo'ldan-da, o'shandan so'rab ketyapti. Hammadan burilasan, ki borasan ko'chaga. Bu odam ketayotganda u odam qachondir o'tgan, u yo'l bekilib ketganmi, ko'prik qurilib ketganmi, devor qurilib ketganmi, yo'lda o'zgarishlar bo'lgan. Endi ketyapti. Adashishlar bo'ladi, necha marta qaytishlar bo'ladi, charchaydi. Maslahat bergan odamlar nechtadir maslahat berib, masalan, o'zim ham ko'p yo'lni noto'g'ri ko'rsatgan joylarim bo'lgan. Shuni. Endi Samarqandga borguncha qancha vaqt yo'qotadi, qancha odam bilan yuradi yo'lda, endi necha marta charchagan u, necha marta bo'ldi. Ammo bu yerda yo'lni bilgan odam bilan, tayyor lokatsiyani bilgan odam bilan borgan odam qaysi biri tezroq yetib u bilan bu teng bo'lmas aslo. Bo'lmaydi. Mana shu narsani aytdim. Odam yolg'iz yo'lga chiqishi mumkin, faqat juda ham uzoq va mashaqqatli yo'ldan ketishi mumkin va bitta yo'l boshlovchi bilan ketib, osongina manziliga yetib olishi mumkin demoqchisiz. Shunaqa odamlar ko'proq va uzoqroq joyga boradi, ko'proq narsani ko'radi, ko'proq narsa o'rganadi, tezroq natija qiladi. Men o'zim bilgan narsamni ham, ya'ni menga
уже o'qib bo'lganman kitobini, уже menga aytib bo'lingan bu narsa, lekin tepamda bitta odam mana shuni qilyapman desam hin turishi kerakda menga. Va xohlamayman mana shu to'g'ri yo'limdan bitta qaylib olishni ham, o'shanga vaqt sarflashni ham xohlamayman. kerak emas. Da, vaqt juda ham katta resursda vaqt. O'sha to'g'ri yo'limda menga shunday yurib ketayotganimda so'rab ketadigan odam kerak va men o'sha narsaga pul so'rasa pul berishga tayyorman. Tushundingizlar? Mana просто bilgan narsamni, ha, qur, mana shunaqa bo'ladi. Yoki mana mandan qo'rsang, yo'q, o'ngga qayrilma, chapga ket. Bitta shu e'tibor uchun ham o'sha boshidan o'rgatadigan narsasiga pul to'lashga tayyorman. Bu narsadan qochish kerak emas. Endi hamma narsa to'g'ri, hozirgi zamonda pulga borib taqalyapti. Hamma narsani qiymati bor. Bu narsani tushunish kerak. Hamma narsani qiymatini bilish kerak, baholay olish kerak, bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Boya vaqt masalasini ham hisobladik-ku, hozir har bitta daqiqamiz pul. Demak, tezlashgan zamonda yashayapmiz. Hamma narsa o'sish bilan. O'zi nima deydi? Daqiqa pul bo'lib turgan paytda o'zingiz daqiqangiz pul bo'lib turgan paytda qanaqa qilib birovdan pul qizg'anasiz? Qizg'anish kerak emas. Da. Qaytaga uni qadriga yetish kerak. Oddiy misol, uni ham daqiqasini men sotib olganman-da. Qachonlardir o'sha daqiqalarini ketkizib, soatlarini, oylarini ketkizib, u xarita chizib olgan. Bo'ldi, o'sha xaritasini sotib olganman xolos. Kimnidir tajribasini sotib olgan. Tajribasini sotib olgan. Endi shunaqa odamlar Zoroga boradi. Bu narsani aksiyasini ko'rdim. Sizda ham ko'rinib turibdi. Manda masalan, siz bo'ladi. Bu mavzu nima uchun gapirganim, ko'pchilik o'zi qilib ko'rishga harakat qiladi hamma narsani. Ya'ni vaqt masalasini gaplashyapmiz hozir, pul to'lash haqida gaplashyapmiz. To'g'ri, pul topish oson emas. Hamma pulni qiyinchilik bilan topadi. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz. Pul jigardan bo'ladi, haqiqatan. Hamma yaxshi ko'radi. Pulni yomon ko'radigan odam bo'lmasa kerak. Yomon ko'radigan odam yolg'on gapiryapti, Конечно. Aytmoqchi bo'lganim, pulni qizg'anib, o'qishdan qisib, ya'ni o'qimasdan o'zim qilaman degan odam juda uzoq yuradi. Uzoq yuradi. Yo yetadi oxiriga, yo yarim yo'lda tashlab ketadi. Katta ehtimol bilan yarim yo'lda tashlab ketadi. Chunki o'xshamagan narsada vaqt sarflash bu ahmoqlik deb hisoblayman. U ham o'xshamas ekan deb hisoblaydi. Ya'ni hamma narsani ham o'zini piri bo'ladi, o'zini yo'l yo'rig'i bo'ladi. U narsani ko'rmagan odam bo'lmas ekan deb hisoblaydi va bu yo'ldan chiqib ketadi. Shunaqa. Shuning uchun to'g'ri yo'l, to'g'ri ustoz va tezroq manzilga yetib borish kerak. Pulni qizg'anish kerak emas bu borada. Yordam so'raydi-da, mana telefon qilib, shuncha pul topasizlar, shuncha kurs sotib olsizlar, bittagina tekin qiling, bittagina menga tekin. Bu adolatsizlik-ku. Bittagina menga tekin qilib bersinlar, iltimos so'rab ko'ring deyshadi-da. Iltimos so'rab ko'ring, bitta menga tekin qilib bersinlar, kurs nima ketdi? Shuncha mana 6 million, 7 millionlik kursingizda bitta odamga tekin qilsanglar nima bo'ladi? Bu adolatsizlik shunchaki boshqalarga nisbatan. Men shunaqa hisoblayman. Sizga tekin qilib bersak, unga tekin qilib bersak, boshqalarchi? Bunaqa imkoniyat foydalanadiganlar qancha? Men aytaman bu paytda, lekin tekinga o'qigan hech kim natijaga chiqmaydi bilasizmi, oxirida? Deyarli hech kim 99% holatda umuman tekinga o'qigan odam, ya'ni hech pulli kurs berishingizdan qat'iy nazar, o'sha narsa osmondan tushib qolgan odam hech qachon natijaga chiqmaydi. Chunki unga joni kuydirib pul to'lamagan. Bu ham to'g'ri. Yaxshilik borasida ko'pchilik yaxshilikni pesh qilib so'rashadi-da, endi iltimos yaxshilik qilsinlar, yordam qilsinlar deb. Qiladilar yordam. Boshqa tomondan. O'quvchi bo'ling. Siz mana shu o'quvchi bo'lish darajasiga tanlab yetib kelib oling, shu bosqichga yetib keling, keyin ko'rasiz qanaqa yordam olishni. Kimga emas, hamma o'quvchiga yaxshilik qilinadi. Imkoniyat beriladi hammaga. Lekin uning uchun birinchi bo'lib tanlanish kerak-da. O'sha darajaga yetib olish kerak-da. Misol, men keldim shu darajaga. Men keldim. Hammada bor imkoniyatda. Hammada bor. Men foydalandim. Menga berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalandim. Lekin ungacha men harakat qildim o'zim. Shu darajaga yetib olishgacha. Keyin oldim yordamni. Aytmoqchi bo'lganim, odamlarga men o'zim primerman demoqchiman. Birinchi navbatda yosh masalasini oladigan bo'lsak, yosh rol o'ynamaydi bilim olishga. Yoshmisiz, yoshingiz kattami, farqi yo'q. Ko'pchilik ayol 30dan keyin sal cho'chib qoladi-da, yangi bilimni olishga-da. Hozir necha yoshsiz? 34 ga kiraman. 34 yoshda, demak 33 yoshda o'zimni boshladingiz. Aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik yosh masalasida ikkilanib qoladi. Miyamga kirmaydi, bola chaqa bilan o'rgana olmayman. Bolalarim bor, 2 ta bolam bor, 3 ta bolam bor. Eng zo'r narsa aytaymi? 12 yashar o'g'lim, 13 ga to'ladi yaqinda. Xitoydan zakaz uradi o'zi. O'ziga kerak narsani o'sha bemalol ochib, Xitoydan zakaz urib
bolani bahona emas, kerak bo'lsa uni sabab qilish kerak va Shunaqa. kerak bo'lsa yoniga ham olishga Shunaqa. уже reja ham qilish kerak. Shunaqa. Yosh bu qo'rqinchli narsa emas. Qaytanga hayot endi boshlangan Albatta. payt qilish kerak bu narsani. Qo'rqish kerak emas yangi bilim olishdan. Minusda bo'lib turib ko'tarilish qiyin deydiganligi, pulsiz odam biznes qila olmaydi degan odamlarga ham qarshi turib bera olaman bu gapni. Qisqa bo'ladi. Men qildim, qila oldim, yana qilaman xudo xolasa. Endi sababi bilan hammasini. Bu bo'ldi. Keyingi qo'rquv ko'pchilikda o'sha imkoniyat, ya'ni men so'ramadim yordam. Ya'ni yalinmadim, yordam so'ramadim, Allohdan so'radim, sababini qildim. Xudoyim o'zi menga shunaqa insonlarni yo'liqtirib qo'ydi. Men har doim xayolimdan nima o'tgan bo'lsa, o'sha narsani taklifini siz bergansiz menga. Ichimda o'ylab yurgan, niyat qilib yurgan narsani sizni o'zingiz og'zingizdan men eshitganman. Ish borasida ham, takliflar borasida ham. Mana shu hozirgi kungacha mana necha salkam 1 yildan beri birga yurgan bo'lsak, men nimaga erishgan bo'lsam, hammasida qanaqadir Xudoyim o'zi to'g'irlab qo'ygan menga. Sizni, boshqa odamni, kimdir yoki meni kimgadir to'g'irlab qo'yapti. Kimgadir sabab chiqadi. Biz faqat sababchilarmiz. To'g'ri niyat. Faqat niyatni to'g'ri qilish kerak. Niyat to'g'ri qilsangiz, odam o'zi birinchi navbatda ichidan niyat qiladi. Albatta. Birinchi niyat qiladi. Bilsangiz darsimda ham birinchi bo'lib niyat qildim. Birinchi darsimiz niyat qilish, maqsad qilish-ku. Odam ichidan xohlaydi. O'zi birinchi istagingiz xohishdan paydo bo'ladi. Ya'ni odam xohishidan paydo bo'ladi. Xohlaysiz, shu narsani niyat qilasiz, niyatingizni maqsadga aylantirasiz, keyin u narsa amalga oshadi. O'zi yo'q narsa hech qachon amalga oshmaydi. Masalan, siz agar boya aytdingiz-ku, Samarqandga bormoqchiman, o'shanga yo'l qidiraman. Lekin agar siz hech qayerga bormoqchi bo'lmasangiz, hech qanaqa sizda natija bo'lmaydi, chunki siz hech qayerga bormoqchi emassiz. Yo'l ham bo'lmaydi, qiyshuv bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, yo'l ham chiqmaydi sizga. Shu turgan joyida turasiz, lekin inson bu hayotda nimadirga erishish uchun oldin qayoqqadir borishni xohlash kerak. Xohlash kerak. Xohishdan keyin bu maqsad keladi. Shunaqa. Mana shuning uchun nima deydi, ko'pchilik natijaga chiqmasligini ham o'zi, hayotda nimadir o'zgartira olmasligini, o'zgarmasligini ham sababi u xohlamaydi ham. Что maqsad ham qo'ya olmaydi. 1 yildan keyin men bunaqa bo'laman, yarim yilda bunaqa bo'laman deb maqsad qo'ya olmaydi. Shunaqa. Hammamizning miyamizda bir nima deydi? Bardaklik bor-da. Tartibsizlik bor. Hamma insonda bo'ladi u. Tartibsizlik hammada bo'ladi har qanaqa vaziyatda. Eng yaxshi inson, eng yaxshi natija qiladigan inson ana shu miyadagi tartibsizlikni tartibga solgan inson bo'ladi. Ana o'shanda natija qiladi. Uni qanaqa tartibga keltirish mumkin? Hozirgi aytib o'tgan narsalarim. Ya'ni xohlaysiz, birinchi navbatda o'sha tartibsizlikni tartibga solishni xohlash kerak odam. Maqsad qo'yish kerak. O'sha tartibsizlikni bilyapsizmi? O'sha narsa sizda borligini bilishingiz kerak birinchi. O'sha narsani his qilyapsizmi? Hayotingizda o'zgarish xohlayapsizmi? Birinchi o'zingizdan boshlashingiz kerak. Odam oldin o'zini o'zgartiradi, keyin bu atrofdagilarga ta'sir qiladi. Tushunarli. Lekin mana shu tartibli bo'lishimga, bitta maqsad qo'yishimga ham sababchi o'zim bo'lgan. Ya'ni o'zimda savdo boshlashim bo'lgan. Bilasiz, har kuni nimadir kirib nazorat qilish kerak. Yarim soat bo'ladimi, 15 minut bo'ladimi, 1 soat bo'ladimi. Agar o'sha vaqtingizni nazoratga sarflamasangiz, bu yoqda kunma-kun savdoyingiz tushib boshlaydi. Nazoratda o'sha vaqtingizni qizg'anmasdan ushlab turadigan bo'lsangiz, o'sha 6 etap bor qilinadigan. O'sha etapni har kuni ozgina-ozginadan bajarib turadigan bo'lsangiz, savdoyingiz 2x, 3x ga oshib boradi. Va meni tartibga o'rgatgan narsa shu o'zim bo'lganda, kirib nimadir qilishga majburman har kuni. Va men o'sha har kuni bitta etapni bajarib olmanda, menda o'sish bo'lyapti. Men har xil narsa qilmayman, bitta narsa qilyapman va o'sish bo'lyapti. Va shu narsani tushunganimdan keyin boshqa tomonlarga ham ta'sir qilishni boshlagan, ya'ni reja tuzish. Bu men naq qilaman. Mana shu reja tuzishimga, bitta yo'nalishga ketishimga ham o'zim sababchi bo'lganman. O'zi bilsangiz, men ijodkor odamman, dizaynerman, menda tartib bo'lish juda qiyin-da. Men o'zi tartibsiz insonman. Xarakter jihatdan agar dizaynerlikda qolib ketadigan yoki o'zimga kirmasdan ijodkorlikda qolib ketadigan bo'lganimda tartibsiz qolib ketgan bo'lardim. Vaqt borasida hamda. Lekin men bittagi meni o'zimdagi ishim bu yoq hayolotdan sekin oldida reallikka o'tkazdi. O'shanga ko'nika oldim. Lekin aslida xuddi shunaqa siz aytgandek, tartibsizlik, bugun nima qilaman degan narsa yoki bugun nimaga erishaman degan narsa menda ham qisman bo'lmagan, faqat xohlaganman. Hayotim o'zgarishini, nimadir qayerdandir chiqib qolishini, mo'jizalar sodir bo'lishini, kimdir menga kelib yordam berishini, kimdir kelsa-da, "Davay, men buni qil" desa-da, birga men bilan yordam berib qilsa-da, o'sha narsaga men bo'ldi, erishib qolsam-da. Menda ham bo'lgan bular. Mana shunaqa xayolot dunyosida yashaganman. Menga kimdir kelsa-da, "Men o'rtog'im menga yordam berma. O'sha uydagilar menga anaqa qilishmayapti-da" degan narsa meni miyamda to'xtamagan-da. Lekin o'sha o'zimni boshlagandan keyin menda majburiyat bor. Nimadir qilyapman va qilayotgan narsamni tushunib olman-da.
o'sha narsa juda ham katta sabab bo'lgan mani hayotim o'zgarishiga. Manda ham xuddi shunaqa. Manda ham bo'lgan bu kutish manimcha o'zi ayollarga xos holat bo'lsa kerak balkim. Qonimizda bo'lsa kerak. Shunaqa. Men ham rosa kutganman bu narsani. Men uchun kimdir nimadir qilishini juda ko'p kutganman, uzoq kutganman. Lekin bekor kutganimni kechishmaganman. Shunaqa. 25 yil kimdir men uchun nimadir qilib mo'jiza sodir bo'lishini kutganman va nihoyat tushunib yetganman bu voqea bo'lmas ekan va hayotimni o'zimning qo'limga olganman. Shunaqa. Menda ham xuddi shunaqa. Menda ham bo'lgan bu narsa, bu holatni o'ylaganman, lekin o'zim qilganim boshqa. Ya'ni buni mehnatini, buni mazasi boshqacharoq. Baribir ayol kishi har tomonlama yetuk bo'lgani yaxshi. Birinchi navbatda o'zi uchun tartibli bo'ladi. Bu narsa keyin farzandlaringiz uchun, kelajagi uchun juda ham kerak narsa. Xoh siz o'g'il farzand o'stiring, xoh qiz farzand o'stiring. Yoki farzandlaringiz bo'lmasin, yolg'iz bo'lsangiz ham, turmushga chiqmagan bo'lsangiz ham o'zingiz kelajagingiz uchun bo'ladi. Chunki ertaga tug'ilajak farzandingiz ham yoki farzandingiz bo'lsa ham sizdagi onadan tarbiya oladi. Yani majbur emasman, men ayol kishiman, qilishim shart emas deydiganlar uchun. Farzandlar uchun. Farzand baribir ayol kishi farzandlarini boshqacha ko'radi. Ayol kishini o'qigani, ziyoli bo'lgani yoki bo'lmasam birorta hunarli ilmni egasi bo'lgani, daromad qilishi faqatgina o'ziga emas, farzandlariga ham kelajak bo'ladi. Ya'ni har qanday farzand birinchi tarbiyani ota-onasidan oladi-da. Primer oladi. Shuning uchun siz yaxshi bo'lsangiz, ertaga farzandlaringiz ham sizga o'xshagan, sizga o'xshab namuna oladi, shunaqa hayot yo'lini baribir tanlaydi. Shunaqa. Chunki u baribir uzoqdan ko'radi qolgan narsani. Bitta oilasini yaqindan ko'rish imkoni bo'ldi bolani. O'zi meni pul topishga qiziqishimni, mana shu pul topishga bo'lgan qiziqishim, pulga nisbatan qarash bo'ladi-yu. Masalan, oylik ishlaydigan odam bor, lekin ko'p pul topish xohlaydigan odamlar o'zi soni ko'p emas-da, baribir qisqaroqchi ham oylik ishlash xohlaydigan insonlardan ko'ra. Va mana shunga nima fikrimni o'zgartirgan, nimaga men pulni bunaqa muhim deb hisoblashni boshlaganman. 17 yoshim. 17 yoshimda men kollej bitirib tikuvchilikka anaqaga ishga kirganman, fabrikaga. O'sha yerda 17 yoshman, fabrikada tikib yuribman, 300 ming so'm oylik olaman. 300 ming so'm oylik boshida yoqmagan ishim. U puliga ham qaramaganman, chunki men ota-onam boqadi-ku. Pul menga qiziq bo'lmagan. Prosta ham tikuvchiligim, shunda ishlashim kerak ekan. Ishlashim kerak bo'pti, mana shu yerda ishlayman. Davom etyapti ishim. Rosa qiyin edi, 8 dan 6 gacha tinmasdik, lekin odam baribir ishga o'rganadi-ku. Oylik ish bo'ladimi, qiyinmi, osonmi, yaxshi ko'rishni boshlaydi-ku. O'sha 2-3 oydan o'ziniki deb hisoblashni boshlaydi va menda ham shu narsa shakllanish boshlagan. O'sha 1 yil o'tgandan keyin voz kechilmas darajaga keladi-da ish. Tasavvur qila olmaydi odam. Yo'qdek hisoblanadi. O'shanaqa paytda 3 oy ishlaganmanmi, 4 oy ishlaganmanmi, yonimda 45 yoshli ayol bor edi. Mendan kelgan narsalarni tikardilar. Ularning oyligi adashmasam 450 ming so'm edi. Ya'ni ularning 15 yillik tajribalari bor. 15 yil mendan farqlari 150 ming so'mda. Va o'sha paytda uni ham qaramaganman. Ya'ni demak mana shunaqa oyliklar norma deb hisoblaganman-da. Shunaqa ekan-da deganman. Aytibdilar, meni qizim institutga kirdi. Yuridическийga kirdi deyaptilar. Tasavvur qilasizmi, men 17 yosh paytimda yuridическийga bitta mashinam puliga kirilgan. Shu Gentra bo'ladimi, Nexia bo'ladimi, Nexia 3 bo'ladimi, o'shani puliga kirilganda kamida. Tanishingiz bo'lsa, hamma ham kira olmagan. Tanish bilish topa olsangiz bo'lgan. Aytibdilar, o'zi kirdi. Faqat kontraktga kirdi deyaptilar. Zo'r-ku deganman, nima qildi deganman. Nima qilib to'laysizlar, mana oyligingiz bor-ku desam, yo'q, meni pulim yetmaydi deganlar. Turmush o'rtog'i ishchi desam, o'zi ular o'qishga qarshilar, qiz bolani turmushga beramiz deyaptilar deganlar. Mendan 1 yosh katta qiz. Men hayron bo'laman-da. Unda deyapman, yoningizdagi ishxonaga o'ting, 3 barobar ko'p pul berishadi-ku deganman. O'sha yerda aytganlar, u yoqda dokumentalniy emas ish, pensiya ololmayman u yerda ishlasam. O'sha bu yerda hozir 10 yil ishlasam, 5 yil ishlasam, men pensiyaga chiqaman deyaptilar-da. Ya'ni 15 yil pensiya uchun ishlaganlar. 450 ming so'm pensiyaga qolsalar-chi. Endi bu boshqa savol-da. O'sha paytda menda shunaqa shokovoy состояние bo'lgan, chunki meni universitetga kirish orzuyim, mana shu institutda o'qish orzuyim bo'lganda, qiyin-ku kirish. Nerealniy darajada katta bo'lganda, men 2 yil topshirib kira olmagan odam bo'lganman. O'shanda 1 yil ekan. O'sha yil topshirgan bo'lgan ekanman. Keyingi yil yana harakat qilganman, 3-yil kirganman. O'shanda menda miyamda orzuyim bo'lgan-ku. O'shga kira olmadim. U qiz kirib turibdi. Ya'ni yuridическийga. Menda bo'lyapti, shunaqa talantli qiz hozir bitta odam o'zini egoistligi uchun qolib ketyapti.
Ya'ni u odam pensiyasini yo'q, hali hayotini o'ylayapti, kelajagini. Lekin bu yerda mana bu yerda kelajagi buyuk bo'lishi mumkin farzandi o'zini qolib ketyapti-da. Nima uchun? Bitta pensiya uchun. Hali yo'q vaqt uchun. O'sha yerda men shok bo'lganman. Demaydiganman, men qanaqadir pensiyaga yoki qiziqsam, oilaga qiziqsam, men bolalarimni kelajagini yo'q qilishim mumkin ekan va oylik bolalarimni o'qitishga yetmas ekan. Oddiy oylik bilan farzandlarni orzusiga yetkazib bo'lmas ekan degan narsa miyamga taqqa urilganda o'sha kuni men uxlamay chiqqanman. Men boshqa yo'ldan ketishim kerak. Nima qilishni bilmayman. Bo'ldi, pul topish oylik emas ekan. Bu yo'l meni yo'lim emas ekan degan narsa 17 yoshda уже. 17 yoshda bitta qarashdan boshqa qarashga o'tganman. Bolamni o'ylayapman, hali menda ham bola yo'q, lekin baribir bo'ladi-ku bir kun. O'sha narsani o'ylaganman deb bo'ldi. Menda pulga nisbatan qarash jiddiylashishni boshladi. Ungacha men uchun ota-onam boqqani uchun nima desam, baribir unaqa ko'p narsa xohlamaganman ham. Shu yeganman, ichganman, kiyinganman, bo'ldi bir oyda bitta. Bo'ldi, shu hayot deb o'ylaganman-da. Har doim men boqadigan odam bo'ladi, bo'ldi. Zo'r deganman. Men ota-onam mas'uliyatli insonlar bo'lgan. Bizlar uchun, farzandlar uchun ketishgan oylikli ishlardan, rivojlanishi mumkin bo'lgan o'qishlardan, institutlardan ketishgan, farzand boqa olmay qolaman deb, oddiy bozorni tanlashgan, savdoni. Nimaga? O'sha o'zigisini o'ylashmaganda bolalarni boqishni o'ylashgan. Va menda ham baribir shu instinkt bo'lgan. Shu narsa bo'lgan, shu narsani ko'rib katta bo'lganim uchun. O'ylayapman, bo'ldi, men boshqa yo'l topishim kerak. Aniq bu yo'l emas. Uydagilarnikiga o'xshagan ish topishim kerak. Demak, men normal katta bo'laman, menda sharoit bor-ku. Demak, kelajakda men ham shunga o'xshagan ish qilsam, menda ham kelajak bo'ladi. Lekin bitta minusim bordi, men odamlar bilan gaplashish. Ayol kishini mas'uliyati yo'qligi uchun nima ayol kishini mas'uliyati yo'qligi uchun maqsadi katta qila oladi. Katta maqsad qo'ya oladi. Erkak kishida mas'uliyat bor, qo'rqadi. Erkak kishini chunki yoshligidan mas'uliyatga qo'yilgan, shuning uchun katta anaqa ola olmaydi deb juda mashhur bo'lib ketdi. Bitta Instagramda ko'rib qoldim. Shaxsan men qo'shilmadim shu fikrga. Men ham qo'shilmayman. Men qo'shilmadim. Bizda ayol kishida mas'uliyat, erkak kishida ham, ayol kishida ham mas'uliyat ko'p. Ko'p, lekin ayol kishida yoshligidan o'rgatilinadigan narsa, bilmadim, hozirgi ayollar shunaqa, lekin hozirgilar unaqa emas. Hozirgi qizlarni bilmadim, lekin bizani onalarimiz, bizani paytimizda mas'uliyatimiz juda ko'p edi. Ham uy eplash kerak, ham pul topish kerak, ham bitta hunar o'rganishing kerak. Ayol kishi bitta hunar, nechta hunar o'rgatishgan, ham tikuvchini bilishing kerak, ham meditsinani bilishing kerak, ham ovqat qilishni bilishing kerak, pishiriq pishirishni bilishing, parda tikishni bilishing kerak. Hunarband. 40 oldin 7 kishiga 40 hunar edi. Ayol kishi 40 hunar. Maqollarni endi. Yo'q, rostdan shunaqa mas'uliyatimiz ko'p bo'lgan. Shu ertaga bizani qo'rqitadi. Ertaga bo'lsang qaynonang haydab yuboradi. Lekin hozir o'zgargan, Xudoga shukr bu narsa. Hozir haqiqatga yaqinroq bo'lyapti. Ya'ni qizlar erkalanib, shu o'qishiga e'tibor berib tarbiya qilyapti. Sen o'qigin. Hech narsaga qaramagin. Mana o'zimizni yordamchimizdan misol. Chunki biz shunaqa bo'lganmiz. Biz farzandlarimizni boshqacha tarbiya qilyapmiz. Biz bolalarimiz ham bunaqa bo'lishini xohlaymiz. O'g'il bolalar bo'lay mas'uliyatliroq katta qilyapti hozir va aynan shu narsa bilan qo'rqitib qo'yyapti. Ya'ni o'g'il bolaga yoshligidan sen oila boqishing kerak. Yana kamiga mana bu yerda qizlar chiqyapti. Menga Mers kerak deyapti. Menga bilmadim, gelik kerak deyapti. Menga mahrga $10,000 berish kerak deyapti va bu narsa ham ota-ona tomonidan, ham mana bu yerdagi hali uylanmagan bolaga, mana qizlar tomonidan og'irlik beryapti-da. Ular qanaqadir maqsad qo'yishga qo'rqib qolishyapti-da. Ya'ni bor hozir ishlab turgan pulini yo'qotib qo'yishga ham qo'rqishyapti. Men ertaga oila boqishim kerak. Agar yangi ish boshlaydigan bo'lsam, tavakkal qiladigan bo'lsam, men bu pulimdan ayrilib qolsam, keyin oilamni qanaqa boqaman? Qanaqa qilib oilam mendan pul so'rasa bera olmay qolmaydi-ku ular. Ayol kishidan hech kim pul so'ramaydi. Erkak kishidan har doim pul so'raladi. Yoki baribir nimadir olib kelish kerak uyga. Mana shunaqa bo'lib qoladigan vaziyatda agar men bu yoqqa tikib yuborsam, tavakkal qilsam, qanaqa boqaman? Qanaqa qilib so'rashganda bermayman. Seni so'rash mumkin, opa so'rash mumkin. Mana shu og'irlik ularga og'irlik qilib ketyapti. Qizlar ham mana shu erkaklikdan sal noto'g'ri foydalanishyapti. Endi hammasi ham emas. Juda kam lekin. Hozirgi endi meni qizim yo'q, bilmayman. Qizlarni qanaqa tarbiya qilishayotganini. 2000dan pastlarda juda kam. Qizlarni bilmayman to'g'risi, lekin men jiyanim bor. Qiz bola tarbiya qilamiz, biz ham yaxshilash yoki yomonlash maqsadida emas, lekin har bir ona o'zi ko'rgan qiyinchilikni farzandi ko'rmasligini albatta. Birinchi moliyaviy savodxonlik ham uydan boshlanadi. Pul boshqaruvi ham uydan boshlanadi, farzandlarniki ham.
misol mana kursda o'qiymiz, har xil kurslarda o'qiymiz, mana uzum kursini oladigan bo'lsak ham pulni to'g'ri boshqara olmasangiz tez bankrot bo'lasiz. Misol tushayotgan foydani olib yeb qo'yaversak nima bo'ladi? Ha, endi Ko'paymaydi. bo'ldi, tugaydi. Shu yerda yana boshqatdan noldan boshlash kerak. Ha, u tushgan foydani yeb qo'yaversak nima bo'ladi? Shuning uchun moliyaviy savodxonlik ham kerak. Odamni xohlagani bilan hamma narsa qilib keta olmaydi. Da. Shuning uchun o'qiyotganda baribir hamma narsasiga ustozi aytgandek qilsa bo'ladi. Ustozi yoki ota-onani, agar ota-onada bo'lsa bu narsa, bo'lmagan bo'lsa to'g'ri ustoz yo'naltirib berish kerak. To'g'ri, har doim ota-ona hamma narsani bilolmaydi, lekin o'sha narsaga yo'naltirib bera olsa, biznesi ham, boshqasi ham hammasi o'ziga o'ylab ketaveradi. Rahmat Mohir opa. Xudo xolasa, keyingi suhbatlarimizda yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kelganingiz uchun rahmat. Bundan keyin ham bizning kompaniyamizda yaxshi faoliyat olib borib, yana ham rivojlanishda davom etamiz degan umiddaman. Rahmat katta. Ko'rishguncha. Sizda ham xuddi shunaqa imkoniyat bor. Ya'ni noldan boshlagan holatda bizning Mega Uzum dasturimizga qo'shilib, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Bu uchun pastiga so'rovnomani to'ldiring. Bizning hozir Mega Uzum dasturimizga qabul yopiq, lekin ochilishi bilan birinchi bo'lib sizga aloqaga chiqishadi va siz bu dastur uchun eng katta chegirmalarni va skidkalarni va eng zo'ri juda ham ko'p bonuslarni qo'lga kirita olishingiz mumkin bo'ladi. Bizlar bilan qoling, e'tibor uchun rahmat. So'rovnomani to'ldirsangiz, sizga o'sha qabul ochilgan paytda o'zligisi qo'ng'iroq qilishadi, SMS yozishadi, e'tiborli bo'lib tursangiz bo'ldi.